Assalamualaikum balla yaxshi turdingmi? Sizlarga shu Beyjingdan shunchalarcha bir balla bilan ko'rishishmi bilimdi. Alayli bir ish. Endi men Beyjingga patmı keliman, ama Beyjing menga 3 narsani direkt berdi. Ushlam. Birisi Beyjing o'ylasamlam 3 narsa keldi, 3 narsa qilsam Beyjing kelgandek bo'lmay, bo'lmasa kelmagandek his qilaman. Demak, Beyjing men uchun qaysi 3 narsani direkt berdi bo'lsa, birisi Starbucks. Starbucks. Yani birisi Zara'dan kiyim alaman. Yani birisi Starbucks'tan qahva ichaman. Uchinchisi men Wang Fujingdan kitobxonaga kirib kitob olaman. Mush 3 ishni qilaman. Amaliyotda Beyjing mush 3 ishdan direkt ko'raman deganda unda emas. Amaliyotda Beyjing yamanchiq narsa bor, ammo men uchinchi bo'lsam 3 narsa. Yan nurg'a odam uchun Beyjing yana nurg'un narsalardan direkt berish mumkin. Men bir narsa o'ylab qoldim. Unda hayot cho deydigan bir narsa chiqdi. Zot hayot kishilar uchun nimadan direkt berdi? Hayat nurg'a odamlarga har xil narsani direkt berdi. Men Beyjing men 3 narsani direkt berganlik uchun men Beyjing kelib 3 narsa qilmay ketaman. Unda yana nurg'un odamlarning kallasi hayot balkim men o'ylagandek ya 3 yoki 2 yoki 4 narsani direkt berish mumkin. U hayotni shu ishni qilib ketish mumkin. Unda zot hayotimizda bizga qaysilamay. Şome Lixia'nı sizlik bir naqsha etib boshlayman. Bu naqsha mening ijodiyat naqsham. Bu o'zgacharak naqsha tekstini o'zim yozgan buni. Ahangi Guangdongcha. Men Guangdongcha naqshini yaxshi ko'raman. Shu deydigan bir naqsha bor. Bu naqshamning nurg'unlagan Uyg'ur yoshlining yurak qalbini tasvirlaydigan naqsha bu. Arzu armonlarni, hayotidagi arzu armonlari mush naqsha yig'inchoqlangan. Biz naqshni boshlab ketdik. Tushunish tez diqqatimiz sanlar. Yatsam, qopsam, uxlasam, yatsam, qopsam, yana uxlasam. Belkim nurg'a odamlar uchun xuddi Beyjing mana 3 narsani direkt bergandek, ular uchun mana 3 narsani direkt berish mumkin. Yatsam, qopsam, uxlasam, yana yatsam. Men o'ylab qolman ba'zida bu har qanday bir narsaning cho'qim yoslash sabab, masalan, suning yoslash sababi bor, buni ishimizda tashay loyilagan hamma narsaning sababi bor. Ya diqqatimizni tortmoqchi, ya komissiyamizga ishtirok satmoqchi, kompyuterning shu mikrofonning shu. Albatta bu yerda o'tirayotgan har bir insonning tug'ilgandan tortib maqsad bo'ldi. Cho'qim maqsad bor. Bu Xudoning ish chiqqanmiz bakashlar, mayaqdan yasib, bizni oyoqdan o'tirib. Şice Xudoyimning o. Mana o'ylaymiz, biz cho'qim bir sabab bo'lish mumkin deyman, ammo nurg'un odam bu sabab topolmaydi. Nurg'un odam shuni hayot nimdan direkt berdi? Bu bir savol. Men o'zimning shu sho'xlayish kamroqligini yaqinda bildim. Sho'xlaydi emasman men. Men kichik vaqtimdan boshlab sho'xlamaydim. Bir qatim dadam shunda ko'zini ekilib mening og'zimga. "Man ya o'lib ketsam mayli." Men nimayman desam, mening bir shuarim bor kichik vaqt deydigan. "Sey suyi yangyu go'sh" deb qo'ydim. Sey suyi yangyu go'sh. Bo'lmuş 3 narsani soldi menga. Uningdan ortiq ko'kda tamqim tushdi, men nimayman. Shu dadam menda ko'zini tiqib ko'zimga ekilib etdi, mushuni ya. Ölüp kessem meyli deb. Dadamni qo'rqaman. Yedim buni, yeb, mushunchalik sho'xlab, mushaga chirpilab. Yaliydi ekansan u deganda qusib etgan. Men kichik vaqtimda shu sho'xlini
yaxshi ko'rmayman deb o'ylab yuribdi ekanman-da. Keyin mushu 2 yillab qoldi. Sho'xlini mundaq nipiz qilib, buni tuz sepib yesa ajoyib o'ptandim ekan bu. Ammo hozircha men nima etgan choy ichsammi, sho'xlaylan yeb olaman. Demak, odam nima ishni yaxshi ko'radi, uzun muddat hech bilmaydi ekan buni. Chunki yaxshi ko'rgan narsa uchirmoqchi. Şuna menmo o'zimning psixologiyadan iborat bu xil ilm-fanni yaxshi ko'rganligimni, garchi men nurg'un usullarda men bishoratlar kelgan bo'lsa-mu bilmabdi ekanman-da. Buni men 3-4 yildan oldin bildim. Men o'zimni psixologiyada xeyli yaxshi deb o'ylayman. Endi men shu korxonada maslahat beramiz, mening bir xatga qo'sham yo'q. Milliy korxona degan gaplar qo'sham yo'q mening. Men o'ylab baktım, şu milliy alaylik deydikenmiz, Amerikanın milliy alaylik nima edi deb. Unda gap yo'q ki. Ama biz bununla bir kirib qapdik. Hem ruh qandaq narsa esa bütün insoniyatda o'xshash narsa. Ruh deyilgan narsa var, bütün insoniyat o'xshash bo'ldi. Biz farqliq deymiz. Amaliyotda dunyoning hammida odamlar o'xshash bo'ldi. Siz uchrayotgan azobga o'xshash uchraydi. O'xshash oila munosabatga o'xshash, hammaga o'xshash. Bu vaqtda Maslow'ning degansa what's personal is general degan. What's personal is general degan gapsa shaxsiy narsa, umum narsa degan gap. Bu deganlik sen o'zingni rasmiy qidirib tekshiradigan vaqtda butun insoniyatni qidirib tekshirsan degan gap o'xshash. Har bir psixologmi shu o'zini tekshirgan vaqtda boshqalarni to'g'ri tushunadi. Aristotel bu vaqtda o'tmishni unutmagan odam faylasuf bo'ldi degan. Mening ham eng cho'ng ishim nima deganda, men o'tmishimni qechib baqmadim. O'tmishimni e'tirof qildim, o'tmishimni qabul qildim. Men o'tmishimni qabul qilgan vaqtda kelgusim menga eshikni ochdi. Men shunda o'ylab baqdim. Men nurg'un kitoblarni o'qidim, har xil odamlarning kitoblarini o'qib baqdim. Har xil dinlarga tushib baqdim. Nurg'un roib do'stlarim bor. Roib do'stlarim bor. Burundan tatip meyaşlar ölçülüp yürüp ekanman. Rahat bulam dedi. Kim bularla aralashib o'g'lim shundoq o'zgarishlar alaylik varken o'g'lim dunyo ko'z qarashlarini masalan shu koma loka degan nazariyalarni so'zlaymiz. Odam shunday hayron qoldirdi. Men bir narsa bor, butun insoniyat bir o'rtaq narsa bor ekan. U bo'lsa ruh ekan deb. Undasa ruhning ilmini o'rganish kerak ekan dedim men. Ruh ilmi. Ruh ilmin inglizcha shunday o'rsak psychology deb ataladi. Bu hamda dehqonchi o'zlashtirsak psixologiya degan xet. Psixologiya degan bizga dehqonchi o'rlashtirilgan menda o'zlashtirgan xet bor. Biz rasmiy buni ishlatamiz desak, ruh ilmi desak, ruh ishlamsizlar. Hozir ko'rmaganlikka ishonmaymizlar. Biz ko'rmay ishlaydigan bechiq narsalar bor. Masalan, tok simida o'tadigan tokni hech kim ko'rib boqmadi. Ammo ishlaymiz. İşinmeye kalıyor tutup baksanlar. İşini kalırsınlar. Yatakçılık tutup baksanlar. Okşaş. Şamanlı bütün dünya köyge adam yok. Şamanlı köyge var mı ya? Şamanlı kürep. Allah'ım bütün kürep baktı. Ama şamanlı kürep bakar insan. Toklu kürep bakar yok Allah'ım bütün kürep. Okşaş. Ruh görünmeydi alamet göründü. Allah'ın neredeyse hepsinin hareketimiz. Bizim takdirimiz oldu. Onda insan nimden düzüldü? İnsan üç nersin düzüldü. Birisi beden. Beden degen bir ceset. İcra kılıdı bu. Al deyimiz, alıdı. Amma deyimiz, ammayı. Yamırsı mine, tercüme. Buyruk çurdu. Çatak müşahedin çıkıdı. Ruh, hemme demde okşaş. Beden okşaş. Yani bazılar mende kametlik oldu. Bazılar uruqraq buludu. Beden ama o'xshash bo'ldi. Hamma odamning badani omaydi, o'xshashdi. Bunday chiqqanda biologiyani o'qib aytganda biz bir aqsilda iboratlar. Aqsilda bo'ldi bizni. Biologiyani o'qisdim. O'xshamayga yo'q. Ruh o'pma o'xshash. Asman birlamasman. Ruh o'pma o'xshaydi. Nima o'xshamaydi? Mingil o'xshamaydi. Tarjimalar o'xshamaydi. Shu odamsan ya. Qanday tarjim qilsak, shunda buyruq tushirmiz, shu bo'yicha. Ama bizning buyruğumuzga bo'ysunmaydigan a'zolarimiz bor. Ya'ni biz simpatik nervlar ve parasimpatik nervlar deymiz. Parasimpatik nerv degan nima esa, sizning buyruqingiz bo'yicha ma'noda, sizning ong bo'yicha ma'noda, tunish doirangiz bo'yicha ma'noda. Men olaman deyman, qo'yma deyman, beshimni qashlayman deyman, qashlayman. Ammo
simpsotik nervlar boshqarilgan bir yerimiz bor. Mana bu internetda qaqildi. U narsa bizning masalan ichki a'zolarimiz. Hech kim bugun havo yaxshi ekan, o'pkam yaxshiroq xizmat qil. Yoki bugun yekshan bo'lib qopti, yurkim sal astroq. Bu simpsotik nervlarni hech kim boshqara olmaydi. U sizning hissiyoti bilan bo'ladi. Hissiyot bilan ichki a'zolar o'rtaqcha oladi. Biz yerda tayyon son so'z degan so'z deymiz, kun to'pini. Demak, insonning bir farqi bor, nimasi? Mingidagi tarjima. Kimning tarjimasi yaxshi bo'lsa, shu o'zib chiqadi. Tarjima. Taxim inchiklab so'zsam, o'tganda bir yer lag'ma yeb qoldim Urumchida. Bu lag'ma niyati bilan lag'minimda shuncha qil chiqib qoldi, qil. Çak qilandi. Men ancha bekmo tujublab ketmayman bunda. Ko'nglim gap ketmadi men. Unda elib qilam, ko'p yavadim, ammo qaranglar, masal paydo bo'ldi. Tuyuqsiz odamning kallasa xiyoliga qoldi. Mush qil nereden tushgan qildi. Amaliyotda qil tushdi, men qilni elib etdim, tomoq yevatimman. Men buni hech qanday tarjima qilish bo'lmag'achqa, meni oshqoznim o'yimning azim qilish sistemam yaxshi emas, oshqozimning rulda yaratdi buni ham. Ammo tuyuqsiz mush qil nereden kelgandi? Oshqozim ishkilnish bo'ldi. Yani o'yladim da mush qilash oshpezdan 5 dan tushgandimi ya. Qarama, tarjima bo'ldimi? Oshqozon bo'lmaydi, turjimi? Manda nasama. Oshqozonni qanday kontrol? Mushu bir odamning 5 dan tushgandimi deganda oshqozonda turib oldi-da. Endi men oshqozonni arz qaranglar, men yana o'yladim, bo'pti, uning 5 dan tushgan bo'lsa-mu. Pakizda uning 5i. Bo'ldi, erkak yana. Bu normal holatda tuz bunda qilamgan bilan mana azim qilish sistemasi, ammo tarjima bilan meni yurdi bu. Ha, to'g'ri. Pakiz deb. Yevadim, yerimini yeb bo'ldim, ammo tuyuq yan xiyolga qoldi. To'xta. Moshqilashning bunidan tushgan. Bunda mana tarjima ko'ratamsizlar? Bunda. Ammo o'zimni yana qayliq baktım bunu pakizda. Anda oshqozonimda ahmaq emasda. Lan bunu pakiz deganmaydi. Bunu qanday pakiz deyman. Shundan ma tarjim bilan men oshqoznim qaylim bo'lmadi onunga. Amal yo'q, harakat to'sdi, men tomoqni, pulni berib yetib ketdim, gap qilmay ketdim. Nima o degan vaqtda mayat bilan meni tarjimam bilan harakatim qanaqa kelib chiqadi. Tarjima etmayman. Baklab qol. Shunam. Nadan ismi? Muhammad. Aslan ha? Muhammad Ro'za. Muhammad Ro'za udum. Hech qanday Oylang ha, bir narsa oylanglar. Bu normal inkos emas. Bir odam usa kulish. Normal u. Ammo bu bek sog'lom, agar unda ularsan, sog'lom psixika u. Ammo bu bir xil normal bu. Nimishqa menimiz tarjima so'qishmaydi. Udan cho'qim ma'lumotni birimni tushundirmoqchi yoki uyon qilyapti deb tarjima qildimi? Bo'ldunda shinshanshinso elaqa ochiq keltiradigan hormon ishlab chiqarmaydi. Tushuna olaman. Harakat olmaydi, kuladi. Oyadagi stress hormon shakllanmay, serotonin, ya'ni xushallik, kulish hormoni qo'zg'atadi. Hamda bu bir xil benormal holatda turdi. Hamda bu yerda nemishqa Muhammad Ro'za kuladi deganda tarjima yaxshi. Tushuna olaman. Muallim cho'qim men bir nima qilyapti, o'tadi. Hamda sizlar bir paqan sotalar chiqqan. Muhammad Ro'za tala chiqqan urib baqsanglar hargizmi? Bu savaqda ishim birini o'rgatmoqchi. Unda demaydi. U nima bo'ldi, sinima nimda nimish qolsa tarjimada bor. Mening bakashdan nimishqa urdi. Ayari igoga, meni xo'rlatib, meni bo'zak qilyapti deb tarjima qildi. Ammo men o'samchi unda o'ylamadim. Endi esa birini o'rgatyapti dedi. Hamda silning
reallik anladımı muşunda işte yüz berdi. Çotamsa ya. Bakışlar bir urpaqıdı. Yoki bakışlar bir kuni qoyağı degan vaqtida yomg'ir yig'ib qoladi. Bu man cho'qim pul yurib turdi degan vaqtda u do'stingiz bermay qoladi. Mushunda vaziyatlarimizda siz eng sog'lom kishilik nimasi? Mushningda bir hikmat va o'xshaydi deb tushunsizlar. Tushuntamsizlar ya? Bu pek muhim narsa. Mening urushim demisimi? Sizlarga ma'nosini tushuntirish bo'lgan o'xshash, hayotingizda yuz berayotgan nurg'un qiyinchilik, amaliy sizlar nimani, ma'lum narsani nima qilib berdi ekan tushuntirib berdi. Ammo nurg'un odam buni ego qilib, tarjima iqtidori yaxshi bo'lmag'achqa, onim qilib olgan xato tarjima qildi. Bizning tilimizda ochiqni keltirma deymiz. Ochiqni keltirma degan nimasi ochiqim bor bir yerda. O keltirma degan gap mana. Mana shu yerdan ochiqni oshkorlab qo'yma degan gap mana. Nurg'un odamning ochiqlanishi yuz berayotgan ishlar munosabati yo'q. Faqat uning boshqalardan anglashdan qo'rqdan gaplar bor, tushunamizmi? Yoki ba'zi gaplar ashundoq tuyulib ketadi. Bu vaqtda uning aloq yushirayotgan ochiq nima qilinib qoldi ekan, oshkorlanib qoldi. Shun ba'zi odam ochiqlangan yerga, ba'zi odam ochiqlanmaydi. Nima ish qilsa ularning titang tumurining joylash o'rni o'xshamaydi. Titang tumur degan shim bor. Masalan, aptuz chiqib kelsizlar, men Bejonda qarsam aptuz yaxshi ekan. Aptuz chiqdinglar, bir butunliq deslib etdi. Ammo aptuz qarsang, liq odam bo'lsa aptuzda ko'ngillanmaysizlar. Biz bilmay desaytibdi deymiz. Agar aptuz 4 odamlab qolsa-chi. Bo'ldi, qasdan deslidi deysizlar. Ikki tarjimonlik nima bo'ldisa, o'xshamgan ikki xil nima chiqdi ekan? Hissiyot kelib chiqdi, har qanday harakatning haqida hissiyot bor. Har qanday harakatning haqida nima bor ekan? Hissiyot. Har qanday hissiyotning haqida nima bor ekan? Tarjima. Butun insoniyat faqat mush tarjima bilan nima qilib ekan? Farqlanib. Bizning da'vatgan sapas ko'tarilish deganning o'zi tarjimaning nimasi bo'lishi ekan ma'lum, yaxshi bo'lish. Bu hargizmi badandagi, ruhdagi farq emas. Ruh o'xshash, badan o'xshash. Menda qavulni hisob qilmaganda, tushunamizmi? Qolgan narsaning faqatla mingit. Bizning ilm-fen o'rganishimiz, bilim o'rganish hamma narsa nimaga taqshid bo'lsa, dal mush tarjimaga berib nima qildi ekan? Taqshid. Hamda bir masala kelib chiqdi. G'alati bir masala kelib chiqdi. Men mush odatda bir ochiqlanmaydigan, bunda o'zim tutvagan odam bo'lsam bo'ladi deb orzu qilib qo'yib qolganlar. Ha, o'zim tutib oldigan. Açıklanmasam ken deyman deyman. Açıklanmasam ken deyman. Hem bu qo'l ko'targan ichida boshqalar meni bir astoydil o'ylasa, yoki boshqa narsalarni ko'z qilmasdan yoki hammadan meni bir cho'ng bilsken deydigan qo'l ko'tarib qolganlar. Hammadan menda bir yaxshi ko'rsa, cho'ng bilsa deydigan. Amaliyotda ma ishki gap bilan ama qaranglar, ochiqlanmasam kim deganlarmi qo'l ko'tardi. Yonma qo'l ko'targanlar ichida men boshqalar cho'ng bilsken deganlar qo'l ko'tardi. Amaliyot bu yer nima masala kelib chiqadi desa, nurg'un odamning qiyoslik o'zi asli avvaldan bek cho'ng bo'ladi, tushunamizmi? Shunga boshqalardan u nimani talab qildi desa, o'zining qallasidagi menga muomala qilishni o'ylaydi. Masalan, men birsini men o'zim cho'qim bunda o'ylayman. Ham men boshqalarningmi menga musholatimga muomala qilishni o'ylayman. U men real muomala qilsimi, beshini ko'tarib qaramaganlik uchun nim keldi bo'lsa, ochig'im keldi arqaga. Menga nima menda qaramaydi. Amaliyot uning ko'z qarashidagi men bilan o'zimning ko'z qarashidagi men cho'lsa, sal nim bo'ldi ekan, farqli bo'ldi. Endi g'alati ish bor. Shaxsiyatchilik. Men shaxsiyatchilik tashabbus qildigan odamchiman. Men shaxsiyatchilik tashabbus qilmayman. Shaxsiyatchilik degan nima? Men kichik vaqtdan boshlab xalqni suyish to'g'riliq bir jiqon aytdim. Xalqni suyish kerak, xalqni suyish kerak. Men topolmadim. Nijot kimni xalq deydigan to'g'ri. Jamiyat dedi, men talani, jamiyat desa talani o'ylaydim. Muhit desam da talaga qarabda. Amaliyotda bu jamiyat, muhit deganlar tala emas ekan. Bu muhit degan nima ekan desa, ko'rgan, anglagan, tetigan, tutgan narsalarning, ya'ni bizning 5 sezgi a'zosimizga kirgan uchurlar nima bo'ldi ekan? Muhit bo'ldi ekan. Demak, bir yotoqda nurg'un odam gap qilsa, gapmi? Nima hisoblanadi ekan? Muhit hisoblanadi. Xalq degan kim kensimi izlab oxir topdim xalq deganni. Men kimman? Men uchun xalq kim kens? Men kimman? Men o'zim uchun tirishsam, o'zim uchun kurash qilsam, o'zim yaxshi ko'rgan narsa qilsam, hamma odam
Meni yaxshi ko'radigan hamma odam uchun men xizmat qilgan bo'ldi ekanman. Bu nuqta aniq bo'lsin. Men xalq suymi deb taladi uni bu suyib juysam. Beethoven. Beethoven 15 yıl orduda müzik çaldı. Beethoven tanıyorsanız mı? 15 yıl. 15 yıl müzik çalsa, yani Aksumekler hiç kayısı yaxşı görmedi Beethoven. Hiç kayısı mı? En ahır alıp postigini, o jürkük tipla edip etti onu. Man kayıtlar. Bir teklifnamıge alan ruhsuz bağalık uçurlar edip etti. Edibitide onun bir ustaz var. Ustazının kızı var. Elis deydi. Lisha deb qo'yamiz. Uni yaxshiroq qoldi bu. Ammo bu cho'qim muzikani taraq qildirman deb Parijga bormoqchi bo'ldi. Parij borgan vaqt Elisha bilan shundoq tez qo'shlashdi ikkisi. Buni so'q qilishdi. Unda dorilarni Beethoven ketdi Parijga. Shundoq kambag'al Beethoven. Dadası mı kembegal, apsı mı kembegal, üzüm kembegal. Şun bula asasiyetin taladın nerskelik setip algan vaqtda ko'n narsani setip aldı. Ko'na narsa. Apsı vaqt o'tgan go'shtni yavirib, o'zidan tuberkuloz kesilib apsdan. O'lib ketdi. Azaplandı. Eng oxiri Beethoven birisi Elis taqdim degan muzikani yozdi, yan birisi onasini seg'inib muzika yozdi. Mushki muzikasi Beethoven nim qilsa danliq qildi. Tushunamsizlar ya? 15 yıl xalq uchun müzik çalgan vaqtda hech kim itiraf qilmadi. Ammo eng oxir o'zi uchun müzik çalgan vaqtda hamma odam yaxshi ko'rdi. Shu an sizning birinchi xatolig'ingiz nima esa, kishilar uchun müzik chelish, boshqalarni yaxshi ko'rishiga erishish, boshqalarni itiraf qilishiga erishish, boshqalarning hurmatiga erishiman debla umringning yerimini yo'qlaydilar. Sizlar muzikani o'zingiz uchun çalgan vaqtinglarda o'zingiz uchun tushuningizmi? Hamma odam sizni yaxshi ko'rdi. Chunki dünyaya insanın orijinal lazım. Orijinal. Men Beycan'ı pek yaxşı görüp ketmeyim. Neymiş kalsa bu yerda hamma bina o'xshash, serengideklar. Orijinal narsa. Shanxay neymiş güzelse, bu yerda hamma narsa nimasi o'ziga tisibsa xoslik bo'ldi. Shuna bir odamning o'zi uchun tirishi, xalq uchun tirishi. O'zi uchun kurash qilishi, xalq uchun. Endi bizni nim chatoq bor desa, bizde meyli to'y qilganlar olsun, meyli ota-onalar olsun, mush boshqalarni o'zgartiraman deb turishgan bir ish bor. Men ani menga o'xshatmoqchi bo'lman. Uni o'ziga o'xshatmoq. Mush odamlarda nasihatxo'rlik bor. Bundoq qilsan, bundoq qilsan, yo'q sen otibli, qani otibli bo'lsa, bitib qolishing kerak jima sen. Bir otibli qonni, sen bitib bo'lishing kerak deyotgan gap. Bu endi bir qanday gap deganda bir mantiqsiz gap. Sizlar hargiz atrofingdagi ko'zangligiga sig'magan narsani o'zgartiraman deb turibmanlar. Tushuningizmi? Hamma narsada hikmat bo'ladi. Hamma narsaning bo'lgan hikmat. Bir kuni men partaga miq yiqib etib, miqim egilib ketdi. Tuzmaq. Men o'yladim, egilib ketdi, buzildi deb tashlab etdim. Bir haftadan keyin xonaga borsam, dal men tashlab etgandek igik miqni zavoddan hisob chiqdi. Tushuningizmi? Men o'dim da egilib ketgan kim bu miq cho'qim xato miq deb tashlab etsam, zavoddan naq shunda egik miqni. Buni nima ishlatilsa, oshiningmi ishlatildigan yeri bor ekan, tushunamsizlar? Demak, sizning ko'zangiz sig'magan narsani sizning xato deyishingiz ruxsat bo'lmaydi. Bu xato, tushuningizmi? Sizlar eng muhim nima qilishingiz kerak? Rastsiz xalq to'p qo'shmoqchi bo'lsangiz yoki hech bo'lmagan vaqtda yurtingni to'p, hech bo'lmagan oilangni to'p qo'shmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'ylab o'zingni to'p qo'shishingiz kerak, o'zing o'zgarishingiz kerak. Tushunamsizlar? O'z o'zgargan vaqtda hammadan o'zgardi. Bir odam o'zgarsa, atrofdagi odamlar nima qildi ekan? O'zgardi. Biz kipinek effektini bilamiz. Xuddi yashaying. Mushkilni ko'rib qo'ysangiz 3 qism yaxshi kino. Xuddi yashaying. Xuddi yashaying nima deydi desa, Beyjingda bir tal kipine qanot qaqsa, mushning qantidan chiqqan shamol Muşum qantidan chiqqan shamolchimi? Beyjingda balkim quyun hosil qilish mumkin. Kipine. Gandin tunishlang'i? Mush Tianjin shaharlik
Gendini tanıysizlar mı? Müş Tianjin şehirlik. Hindistan'ın bu devlet atısı deb atalgan, bu Gendinin bütün dünyanın boysundagan karakteri nimasi samimiyet bilan boysundaganchimi? Amma Gendi hech kimga samimiy bo'l deb baqqan inson emas. Bir umrida bir odam nasihat qilmadi. Faqat o'zi samimiy bo'lgan. Uning samimiyatidan butun dunyo ta'sirlangan. Bir kuni bir ayol 6 yoshli o'g'lini Gendini boshlab bordi. Efendi, o'g'lim sizga pek chuqindi. Har qanday gapingizni anglaydi. Mush o'g'lim yaqinda kampdan chiqib ishi qurtlab ketib bordi. Xapamaymish balamga. Balam, kampdan chiqima deb qo'ysangiz men sizdan to'limda xursand bo'ldim deb. Shunda jiroq yerdan keldi. Kelgandan keyin Gendi bu odam qarab boyaga. Bo'ladi, ammo bir oydan keyin keladi. Boyalar Gendini gapini jiramay ketdi, bir oy saqlaydi. Bir oydan keyin keldi. Yan Gendini keldi. Mahatma degan hurmat ismi emas keldi. Mahatma, men tundingizmi? Tundim bir oyni oldida keling degandim. Men keldim, balamni ek keldim. Gendi bala qarab bir qiz gap qildi. Balam kamptiyman. Tuydi. Boyamda qarab hayron qoldi. Efendi, bu gapingizdan bek minnatdor bo'ldim. Ammo shenayotgan bir yerim bor. Mushunda bir oddiy gapni bir oyni oldi deb aytgan bo'lsangiz, men bu dumchiga o'tirib ketib avarlab kelmaydim emasmi desa, Gendi kulib ketib bir oyning oldida menmi kamptiydim. Bu Gendi nim demoqchi esa, men bir oyning oldida menmi kamptiydim. Bu balaga kamptiyman desam, olmaydi dedi. Gerçi bu balamın kamptiydigini bilmasmi, agitning chin hissiyotimdan chiqmaydi dedi. Men mush balaga kamptiyman deyish uchun men bir oy o'zim kamptiymidim dedi. Shunga Gendi haqiqat izlaydigan kitobining 2-bobida mundaq bir gapni qiladi. Be the change you want to see in the world. Be the change you want to see in the world. Bu nima degan gapsa, sen atrofingda qanday o'zgarish ko'rmoqchi bo'lsang, sen shunda o'zgarishga o'zgar. Shuni aytamsan ya. Be the change you want to see in the world. Bizning ota-onalarimiz mag'lub bo'lgan ota-onalar. Nima ish bizning ota-onalarimiz mag'lub bo'lgan? Chunki ular doim bolalarga o'zi qilolmagan ishlarni majburlaydi. Nurg'un ota-onalarni ko'rdim. Yo'lkun tutib oldim. Televizor qarag'ach. Balam, dunyoda hammadan shu o'rganish qilish muhimmi? O'rganishdimi, huzurlik yo'qmi, balam? Tırışma sağlamaydı. Ben nurg'un o'tir maktablarda leksiya so'zdim. Ota-onalar bor. O'quvchilar bor. Men ular dedim. Ota-onalar turibdi. Men sizlarga bir gapni qilaman. Birinchisi ota-onani do'rimang dedim. Men sizlarga tirishinglarmi demayman. Men sizlarga tirishinglar demayman. Men sizlar bilan birga tirishman dedim. Men o'lib
Köp qisminglar bo'lmasa adabiyot tili duqavatgan bor. Men Uyg'urcha yama ich qilib yüzümüzde kuymayız desem, yanıma ayakışa devirdim. İnki kuyumuz. İnek koyduk ha, biz inek koymuyoruz. Okşaşmaz. Şu an benim teşebbüs kıldığım nimelse köpüncü vaklarda nimin teşebbüs kılmazsa der şunu esasap. Üzünün taşı. Şu an ben nasihat kılmayım. Ben fakat üzümün royu tarıklı. Uzun müddet biz nimin kırık kalgan dese uzun müddet biz kavrlarını aktırışıp başladık. Burunq adamlar söylep çıkış başladık. Mahmud Kaşkır dedik, Yusuf Asay dedik. Buludu. Hürmetleyimiz. Ama yitip aşıda ulan. Bu adam. Ula muzikan diyesi bulavurdu. Şende alımı ya. Hürmet kılmak denmezçi mi? Bol. O bilimli mi buludu. Ama hazırga epleşmeydi o bilimle. Şende alımı ya. Men hazır oldum cık bizim bilime. Cık bilmem men Mahmud Kaşkır Yusuf Asay'ın cık nas bilmem. Ol İngiliz bilmeydi o. Şık bilmeydi. Olmankini men bilemem çünkü okup aldım. Menin leksiyasını anlap bakmadı Allah. Bilmeydi o. O ne bol deyişte hürmetinde pat eslep koymuş. Keş onu kıdırıp tatlıklaşın ait yok. Şunu atamsa ya bu akıymış. Men uyumu sizle 100 pasajcık mı depekanlar? Men muyum? Neymiş ka men tirikmesma. Men tirik. Sizle malum sözlep persinde 5-6 adam çıktı ki ben sözlettim ben. Sizle yalvurup yılga xeyba işlepsiler. CCTV'de ilan versen alım kopmaydı 100 pasajcık. Kopan diye bir reksiyel sözlettim. Öldü bol tüyde çen alıma. Men demek ise ulanız ulanma sayıs bulanmalar. Çen alıma. Sılın bulalaysılar. Bulalaysılar. Bulanmamsılar. Oy bulalayımız. Hemmimiz bir ruh. Bu ruh diyen acayip katın eser bu. Siz nemi aylanmak istiyorsan şunu aylanalaysılar. Şunu tamsılar ya. O ne yüzümüzde sayı kılıvanmayın. Undak alımdın netçizmen çıkış bulardı Uygurlardı. Demiş kalsa Uygur'un asli gimda akıl zapısı tolgan. Attıyla. Hemen kuğun diyelim sizler. Kuğun. Men de 4-5 tılını bilme. Hiç kanda tılının tefe bir millet kuğun diyemeydi. Demiş ki birisi qiyne mümkünmez qo'yun chiqarish. G'iyne ma fransuzlar aplab doğraydı. Uldan başqalar chiqaranmaydi. Qiyni hech qanday millat chiqaranmaydi. Endi o'ylanglar. Kichik bola ko'gun deydi. Ko'gun yeyma deydi. Bu cho'ng'ulab ko'gun deydi. Anandan keyin resmiy aqd yetilganda ko'gun deydi. Biz ko'gunda chet elliklar tek ko'gun demasmi? Her qanday ingliz so'rab chet ellik chiqdi-ku bu yerga. So'rab qolganlar, hammamiz ko'gunlam deydi. Men bir irlandiyalikka qiyin yutib olmay 3 oy gaplashdim. Qiyinsam emas qatsa. O mumkin emas ekanman demaydi. Biz har qanday biz masalan inglizchaga TC degan harflar yo'q, ammo biz jukunni girib olamiz masalan. Uyg'ur har qanday tavib chiqara oladi. Mushning o'zini nimdan direkt berdi bo'lsa, dal bizdagi gin yaxshi. Sizlar havas qilayotgan mayli Mayun bo'lsin, mayli Steve Jobs, mayli Bill Gates, mayli Einstein, mayli yozuvchilardan kim bo'lsin, uning amaliyotda gindi cho'lsa bizning aqlli emas. Shuni aytamsan ya. Ammo ularning aşı bağ genini terakki kıldırış kuşkulap gitpan. Yahudun akıllık deydi. Ben bir okutuşum Yahudi deydi. Ben bir yıl aşı, 80 şöyle okutuş deydi. İngiliz gün yok. Akıllık mı sular? Yahudun akıllık degen kalayımdan yalgan gep koyup. Sen anlama. O akıllık mı? Toğutuma kitap koydu. Kitaplan koydu. Ağı onun bilen ne bop ketken ki? Akıllık. Resmi akılning biz genini desek Uyg'ur dunyodagi eng aqlli millat. Shuni aytamizlar ya. Va menda kurasizlar ona. Men shunga hurmat qilmay bilmani, ammo men ularga havas qilmayman. O'tganda liftda bir bol jo'r kelibdi, ma'lum, men bo'ldim. Siz Einsteinga o'xshaydi ekansiz. Achchig'im keldi, sen meni ashunda bir dinsiz, masarali o'xshatamsan.
Maaşın bo'lmaydi. Yama hurmatim qo'zg'algan bo'lsa, enişteni berib, eniştem. Sen bizning Alimanga o'xshaysan. Andadi uni mo'shu o'ylang, uni o'xshash bir xotin tug'di endi. Quvg'in demaydi xotin tug'di. Bir tug'ib, to'rt bir tug'an diye. Bir tug'ib birismi? Biznimi quvg'in deyaladigan xotinni tug'yotdi. Quvg'in deyaladigan ashundaq bir ulug'ani tug'yotgan ekan, bizmi quvg'in loyiq ish qilishimiz kerak. Şu an nurg'un vaqtlarda mening tushunmaydiganim nimasi, nemish bu ballada o'zi ishnish yo'q. Bunimi to'g'ri tushundim. Chunki tek bizning Uyg'urlarchada o'ziga resmiy ishingida bir odam chiqmabdi. Ba'zi natijalar chiqibdi. Ammo bularning hammasi kamtar bo'lib kelib, tushunolmayman. Ojizlikni kamtarlik deb biz nima qilyapmiz? Yushirib olgan. Tushunatamsizlar ya? Kamtarlik. Kamtarlik degan resmiy ma'lum bir ishni vujud chiqarganda bo'ladigan narsa emas. Tushunatamsizlar ya? Hiç qilmayli kamtar bo'lib olsa. Bir balashında bir xotin hep qopdi. Shundan bilan bo'g'isi olmoqchi ekan. Bo'g'isi qiynatsa bu bolani chaqirib, balam, qizimni oladi ekansiz. Bir mundaq iglik tikilgan bolamisiz? Ya. Debdi. O'yimdas bir xizmatimiz bormi? Ya. Biz bilan nimandaq bir liqi soda uning bilan shug'ullanamsiz? Ya. Nasıl atanızdan kalan bir pul var ki dersin? Ya. Bundan bu kızımla kanla bakarsınız dese, ben kemter diktik. Ben çok bir artık şu kadar o bolsun kemter deyip durabaptı. Yani bu nemeden direkt bir de olsa, üzük işiniş bilen kibir okşamaydı. Şunu atamsın ya. Ama biz üzük işinişine kibir nim kılıp algan kemimiz. Nurg'un odam ba'zida endi bizning o'zimiz shuloq, ba'zi odamlar bo'ldi, hamma odamlar sinikal deymiz, gumonxo'rlik qildi. Kibrda. Amaliyotda menda qilish kibr yo'q. Shuni aytamsizlar, mujinchilik kibrim bo'lsa, men yavluda chiqib oyoqma aylamaydim. Tushunolmaydi. Xo'msen bo'lib, xo'msho setib qo'ymaydi. Xo'msho setib qo'ymanchi munchimi? Ijara kelib. Xo'mshochilik. Mening mancha kibrim bo'lsa, men o'zimdan tuven ko'rgandim. Nurg'un odam tuven ko'rgan odamni men qerindishimda qabul qilmaydim. Nurg'un odamlar tillayotgan kishilarni men qabul qilmayman. Menda qilch kibr yo'q. Meni bulayotgan narsa o'tliq bo'lgan o'zik ishni. Shuni aytamsizlar, ammo sizlar amaliyotda dal mening ko'zimdan asl o'zingni ko'rsang bo'ldi. Shuni aytamsizlar, mening ko'zimdan kimni ko'rishing kerak ekan, o'zingni ko'rishing kerak. Neymiş müzik işiniz bunca olamıyım? Zat kandak neyse bunca olamıyım? Endi biz psikologiyada bir nesli takılımız. An, yuşurun an deyilen iki nesli. An, benim o, yuşurun. Ma an degen bizden 20% takdirimizden belgilmeydi. Ama bizden yuşurun enimiz çoğuduysa 80% takdirimizi belgilep koydu. Yuşurun an degen zat neyme? Kandak neyse yuşurun an deyimiz. Yuşurun an degenimiz bizge adette bizim tunuş dairimizden sırtı bo'lib qolgan. Kichik vaqtimizda cho'ng bo'lash jarayonida biz yekilli bo'lgan aqli yakunlarni biz nima deydi ekanmiz? Yushundan. Aqli yakun degan nimasi? Masalan, mening dadam mandaq, mening opam mandaq, yoki biz Uyg'urlar mandaq, yoki mandaq deb yakunlab, men hech qanday ish qila olmayman deb yakunlab qo'ydinglarmi? Undan keyin har qancha tirishsanglarmi, o yakunning nima qilib chiqadi ekan? Tatib meni yurdi. Tushunamsizlar? Yushunni ang degan narsa men to'planib qolgan bir yakun. Kichik vaqtimda uyda bizga mundaq idoradan meva taqib birdi. Tavus, olma deydigan. Mening ham dadam 60 bo'lgan ekan. Bunda mevilni bunda qo'yib qo'ymaydi. Maxsus o'zining bir shu yo'g'on bir qulupi bordi. Shkaf seputdim. Men uyga mehmon kelsa bexoshlab ketdim. Mehmon kelsa shkafdan chiqdi. Shundoq bir kunlarda mehmonga qoldi. Mehmon kelgandan keyin tavuzdan bir ne chiqdi. Tavuz nochib chiqdi. Tavuz bir ne chiqdi. Pishdi.
Hem bu tavızın pişkan vakti hemen bilsizler destek bitikisi, sen küçük piçiltayım. O küçük piçilip utturup gelgen yuğunat bu. Çene olma. Hande yine küçüklep bitti. Ballık devrim. Hem aldırap tavız koymagan diken şu nurgun mimalını aldıdılar men en çumuğula muşunda aldım. Muşunda bir ye deb turishimga quloq qiliydim. Ağzı buzuq adam dedim. Sen nem deb baktın, ahlaqsız nima ekansan? Muşuncha ola mimalni oldida sen eng jo'niyamsiz deb. Qaramoqqa bu tarbiya to'g'ri deb turdi, tushuna olaman. Amma bexata tarbiya. Endi bu yer nim bo'ldi desa, men eng cho'ng tavsiya etganda dadam qattiq urib etganlik uchun quliqimga men nim deb o'yladim sen. Mimalning oldida eng cho'ng desam bo'lmaydi ekan dedim. Mimon kim? Mimon degan shu haq deganning mundaq yumshoq atalishi ku endi. Haqlar uyga kelsa mimon deb ataladi. Haqlar uyga kelsa mimon deb ataladi. Men xeli bir mezgilgacha bu xil shartlanishim ama shartlanib qolishma o. Biz buni keyin ma'o Kern Horneyning success neurosis deydigan bir kislova ijod qilgan Kern Horney. Success neurosis degan nimasi? Muvaffaqiyat qozonishdan qo'rqish kislovajimi? Ya'ni birinchi ulashdan nim bo'lash kislova ekan. Men de dal shu kisel bo'libdi-da. Shu men maktabda doim ikkinchi yo'lima keyin birinchi bo'lib qoldim. Keyin mush nim qilsammi? Hamma odamning oldida eng yaxshi narsadan huzurlansam bo'lmaydi degan narsa yushini ham sinib ketgan ekan. Tushunalmi ya? Xuddi bir kambag'alning bolasi, men boy bo'lsam bo'lmaydi. Boy bo'lsam bo'ladi deydi, onni qoldi. Tushunalmi? Ammo uning yushini eng nim deb o'ylaydi. Men kambag'alning bolasi, men boy bo'lsam bo'lmaydi deb o'ylayapti. Uning ustiga bizga eng cho'q xatolik nimasi? Afandimdek odamlar, afandim bilsanmi? Nasrda afandim bizga ig'ir darajada ziyon solgan. Nima ish qilsa, u kambag'alni tillab baylarni maqtagan. Tushunatamsizlar? Şuna bizler yaxşı adam bo'lish uchun baylarni tillab, kambag'allarni maqtab qo'ygan. Şuna bizning o'zimizni ko'z qarash nimasi yaxshi adam bo'lish uchun mana yushuningda tabiiy namratlish kerak deydigan narsa bor. Yushuningdimi? Nima ish qilsa biz namratni yaxshi deb qaraymiz. Namratlik degan jinoyat. Jinoyat? Chavak salsan bo'lsin. Ammo şunun namrat aile tuğulup gelişinin cinayet emasmi? Ama en ahir namrat aile ölüşünün cinayet. Çünkü şu ailemizle men demoqmuş tavuz vaqasidan keyin lan nim bo'lgan desa. Tavuz vaqasidan keyin. Menda eng cho'ng tavuz, bu cho'ng tavuz nimaga aylandi? Pulga aylandi, o'qqa aylandi. O'zimni bir xil namoyon qilish, nurg'un vaqtlarda men o'zimni to'yin qilish psixikasi paydo bo'lib qolgan. Uyg'ur sindromidan 3 var. Men bir kitob yozyapman. Uyg'ur sindromi degani Uyg'ur zunxijim. Zunxijim. Ya'ni bir millat xarakterli kasal bo'lib ketgan. Birisi o'zini to'yin qilish psixikasi. Tushunamizmi? Ishini tuyg'usi degan narsa, o'zini to'yin qilish psixikasi. Yana birisi kamtarlik kasal bo'libdi. Kamtar bo'lishqanroq. Tushunamizlar ya? Uchinchisi nimasi? Dal success neurosis. Ya'ni putuq qozonishdan nima? Qo'rqish kasal. Çünkü uzun muddat bo'lib ketdi bizga. Hilallık tuğut. Hilallık tuğut hep yürüyorsunuz valla. Yuşuran diye köyden olma, Yuşuran. Bana bir tesir kılgan bir hikaye var. Roger Bannister'ın bir hikayesi var. Elijah Cook'un. Elijah Cook kim dese, Elijah Cook Tuluqsuzdan bir o'quvchisi. Bir kuni bu sınıfta uxlab qoldi bu. Uxlab qolib qopsa sınıfda birim bola yo'q. Shunda xijlab ketdi, javob uxlab qoldim deb. Qasa daskada 2 ta matematik misoli bor. Ko'ryapsiz buni topshiriqganda bezilib ketdi bu. Kecha ishlaydi buni. Ishlab bo'lmaydi. O yerim ish tamatganda birini ishlaydi, yan biriga kuch yetmay uxlab qoldi. Ayat muallimning ishqansa yomon xijilchalik bilan kirdi bu. Muallim xapama. Men birini ishlaymadim. Shunga muallim qarsa, bas birini ishlagan. Hayran qoldi. Çünkü bu misal nima misal kendisi şu vaqt Amerikadagi eng cho'ng matematik olimlar hal qilamagan misal ketdi. Uni topshiriq deb ishib etgan gap, tushuntamsiz? Topshiriq debmi?
Agar anıqa şu olimlar ishlanmagan desa, ishlaymaydi. Topshiriq deb qilishni bitib qolganga. Iloji ko'pdan keyin davlat matematik olimlar ketdi. Ha, Roger Bannister. Roger Bannister 1950-yillarda Amerikada yashab o'tgan bir tantarbiyachi, yugurish mahiri. Amet ayni vaqtda bu dunyoda top tanarkachi emas, top deganimiz eng dingji yugarguchi emas, odatga yugarguchi. Ayni vaqtda Amerikada qanday doklad chiqqan desa, bir odamning butun yushining kuchini chiqarsa deydi. 1 mil oraliqqa, 1 mil deganimiz 1 kilometr hamda 500 metr. 1 kilometr 600 metr keldi. Mushini bir odam eng yuqori nuqtaga chiqsa 4 metr yuguradi. Bo'lmasa 4 metrdan ushib vaqt ketadi degan doklad chiqqan, tushunalami? 20 yil Amerikalik tantarbiyachi. Qarang, yakunladimi? 4 minut bir insonning eng yuqori nuqtasi deb yakunladi olimlar, tantarbiyachilar buni isbotlab mengaverdi. Rost deganda 4 minut 5, 4 minut 6, 4 minut 7, 4 minut 8. Tuyuqsiz 1955-yilda Roger Bannister eski tomda ushu chiqqan dedilar. Ana men buzi yutaman dedi. Ham bu o'ncholar danglab tantarbiyachi bo'lganki kishidan texnik tortolmadi. Ammo bu 4 yil mashq qildi. Keyin axborot vositalari buningga diqqat qilish boshladi. Rost buzi yutaman deb 4 yil to'shdi. Nah. 4 yildan keyin bu jugadi. Butun axborot vositalari bor. Zot olimni to'g'rilamdi yoki Roger Bannister. Bu hamma odamni qiziqtirgan bir ko'rinish bo'ldi. Yugurdi. 4 minut 16 kun chiqdi. Kishilar ham bir qatim ishindi. Ammo Roger Bannister ya cho'qim buz yutimdi. U vaqt yeshimiga 30 olib ketgan, 30 olib ketgan odamni yugurishni unchalarni sunmaydi. Ammo 2 yildan keyin rost degandek Roger Bannister 3 minut 59 kun chiqdi. Ammo hikoyaning yorqin nuqtasi bu emas. Hikoyaning yorqin nuqtasi nimasi? Roger Bannisterning 3 minut 59 kun chiqqanini anlaganda 2 haftadan keyinmi? Hech qanday mashq qilmay, ammo odatga mashq qilayotgan Avstraliyalik John Locke 3 minut 50 kun chiqdi. 2 haftadan keyin nima ish qildi desa, an buzib etganlik uchun aning kallasiga yushin angda kelaqi cheklanib bo'lmasmi? Yuguranmaydi degan gap xatoli bo'ldimi? Ruh o'zini qo'yib yutdi. Ammo yana qiziqarli nimasi 2 oydan keyin oqaqdan 20 buzib yutdi. 1 yildan keyin 200 odam buzib yutdi rekordni. Bular Roger Bannisterlik mashq qilmagan, faqat mushini angladi. Anglaganning yo'g'i aning xato ekanligini bilgan kundan tortib ruh chekni nima qiladi ekan? Buzib yutdi. Menmi sizlar shu chekni buzib yutinglar deyish uchun kelyapman. Tushunyapsizlar ya? Men pasaje mahmud qashqini haqorat qilmayapman. Tushunyapsizlar ya? Bu davrda shunchalik bir asar yaratishgan cho'ng gap. Ammo bizning bu o'limimiz bo'lib bo'lmaydi demakchi. Undaq narsa nurg'uni chiqsa bo'ladi demakchi. Hech kim uni cheklab etmadi. Ammo biz tarixdan buyon o'zimizga 1 mil oraliqni 4 minutda yugurish kerak degan chekni qo'yib olganligimiz uchun nurg'un asli pasaje bo'lgan odamlar bo'g'in bo'lib ketdi. Tushunyapsizlar ya? Endi men sizlarga nima deyman? Endi men sizlarga ruh ilmidan 3 narsani o'tib qo'yman. Ruh ilmi degan ruhning ilmi bor. Bu ilm qonuniyat bo'yicha ish qilmasanlar, dunyoning qonuniyati bormi? Hayotning qonun. Mush qonuniyatga xiloflik qildingmi? Bo'ldi. Ya biyaram bo'lsizlar, ya chekinsizlar, ya bo'lmasa bir umr azob yashaysizlar. Faqat ba'zi hayajonlansa, bu hayajonni sizlar xushallik deb olsizlar. Amaliyotda u xushallik emas. U faqat hayajon. Nimsoki ruhning qonuniyati bor. Ruh masalan meni, mayak qilmang desa, mening kallam mayak to'g'ri deganlar bo'lsam, shu kundan tortib ruhda nima bo'ldi ekan? Parakendishlik yuz berdi. Nima yuz berdi ekan? Parakend. Shuna ruhning qonuniyatini, ruhning ma'nosini bilib olsak, biz nima ish qilsak, mush bo'yicha mansaqli bo'ladi. Tushunyapsizlar ya? Hamda nihilizm yashash va hedonizm yashash xil yashash yo'lini deb biraman. 4 xil yashash yo'li bor. Birinchi hedonizm. Hedonizm degan nima desa,
ko'pincha vaqtda hozirga bog'lanib qolgan. Ya'ni rohat izlash tipidagi odamlarni biz qanday odamlar deymiz, hedonizmchi. Bular ba'zi yoshlarda basildi. Bu rohat izlash degan nimasi? Rohat uchun kurash qilish emas. Men rohat uchun kurash qilyapman. Tushunyapsizlar? Men kelgusida 8 soat ishlashdan xohlamay, hozir 16 soat ishlayapman. 8 soat ishlashdan xohlamaganligim uchun hozir qancha soat ishlayapman? 16 soat. Ammo hedonizmchilar bo'lsa, bular azobdan, qiyinchilikdan qochib, o'zini oz birdan bo'lsa-mu kelgusining ashu boshqa qiyinchiligidan unutib ketish uchun o'zini ma'lum narsa xumo qiladi. Tushunalmi? Hamma narsa keyf bo'ldi odam. Ya kompyuter keyf bo'ldi, ya flash keyf bo'ldi, ya bo'lmasa zahar xumo ulab qoladiganlar, yana ba'zida muhabbet ishqil bir narsa xumo ulash orqali, hozir orqali rohat izlashni bizning deyimiz hedonizm yashash. Bunu men yaqinda e'lon qilgan kitobda tafsili. Ikkinchisi bo'lsa, ikkinchi xil yashash usuli bor. Bu xil yashash usuli kelgusiga bog'lanib qolganlar bular. Bular rat racerlar. Rat racer degan nima desa, musof chashqalardagi yashash. Buni qanday qilsa, anda qilsam qo'sh bo'laman, unda qilsam qo'sh bo'laman, unda qilsam qo'sh bo'laman. Men mush o'lmandan ham qo'sh bo'laman. Uni oladi yana qo'sh bo'lmaydi. Endi men manda qilsam qo'sh bo'laman. Bular vammejuyi deymiz. Bularmi tirishidi, bir nuqta bordi, ammo bir umr qanday olamas, xushallanmaydi. Üçüncüsü nihilizm yashash. Bu yaman dahshat narsa. Oranglarda 30%'lar nihilizm yashash. Nihilizm yashash degan nima desa, o'tmishga bog'lanib qolganlar bular. Hedonizm hozir bog'lanib qolgan. Hozirlar yuriydi. Kelgusida uni hozir qilayotgan ish ziyon yetkazim kari yo'q. Hozirlar yuriydi. Kelgusida zin totadi. Aqlli rap racerlar bo'lsa, kelgusiga bog'lanib qolgan, hozirlar kari yo'q, rohat suramaydi. Maqul nihilizm bo'lsa, o'tmishda yashab qoldi. Bu o'tmish yashash degan nimasi? O'tmishda ma'lum bir silni ishingdan chiqmoqdek bir azobliq voqealar bo'lgan bo'lsa, yoki odil suqshirgan bo'lsa, yoki xo'rlangan bo'lsanglar, tushunamsizlar? Buni sizlar o'sha petib kelib, undan chiqolmay, bir umr endi men yo'riqliqqa yoki bo'lmasa baxt topolmayman deb o'ylab qilishni qanday yashash ekanmiz nihilizm. Martin Seligmanning bir tajribasi bor deb bermanjima, balki mush tajriba tufayli nurni saqib kelsanlar emas. Muhim, tajriba muhim. Martin Seligman bundaq bir tajriba qildi. 3 tal qapazni keldi. Bu 3 qapazni alayik nimasi? Birinchi qapaz itiglik, ammo buning ichida kunupkalar bor. Kunupkaning ma'lum bir besib ketib qolsa, ishga chilib ketadi. Tushunalmi? Ikkinchi qapazda hech qanday kunupka yo'q, yem har qancha qizim qocholmaydi. Uchinchi qapaz bo'lsa, ishga bevosita echiqliq. Kunupka yo'q, echiqliqlar. Bu uchiga 3 tal ishni solib etdi. Birinchi ishga Martin Seligman kalt bilan tok so'qqizdi. Bu ishni shunday qilib, hali kunupkaga putdi ketib qoldi, qechib ketdi. Ikkinchiga tok so'qdi. U yoqman paqt, bu yoqman paqt, oyim hech qanday qilib qocholmadi. Chunki ish yo'qda. So'ng oxir qochmay turib oldi. Uchinchiga shunday tokni olib bormay qechib ketdi. Bir hafta sinagandan keyin bularni yana o'xshamgan 3 qapasga keldi. Bu qatim qapas qandaysa, hech qaysi ishki yo'q. Tushunalmi? Qocholaydi. Uchiqlar. Ammo g'alit tushibadi. Birinchi ishqa 90-yilda qechib ketdi. Ikkinchisi 90-yilda o'tirib oldi. Ish uchiqmunda uchiqlar. Ko'rib turdi, tushunalmi? Sanji va senjin turib oldi. Hech ketmadi. Nurg'unlar o'tmishdiki, ba'zi toklardan qochamaganliklari uchun bir umrning deb o'ylaysizlar, bir umr uchiq tuysimi, yo'ruqliq tuysimi, shunda baxt tuysin, boylik tuysimi, undan nima qilolmay ekansiz, chiqolmaysizlar. Shunga ba'zi qizlar o'ylaydi. O'lsanmi dadamdek odam bilan to'y qilmayman deydi. Ammo oxirida to'y qiladi-men, naqli kimga o'xshaydi desa, dadizlamda naq mushmi? Chunki nurg'un odam kichik vaqtida bu xil xo'rliq tufayli cho'ng vaqtidami chiqil bo'ldi. Ya boshqani xo'rlaydi, yoki yana o'zini xo'rlaydigan odam nima qildi ekan, davomlashtiraverdi. Shunga Martin Seligmanning bu tajribasi post psixologiyada g'oyat zo'r muhim rol o'ynagan tajriba. Martin Seligman. Tushundingizmi ya? Endi ruhning qonuniyatida, ilmida, ruh ilmida bir narsa bor. Nimaga diqqat qilsang shu cho'ng'iydi. Nimaga diqqat qilsang, nima? Shu cho'ng'iydi. Undan men sizdan bir kichik misol eshitdim, ha. Osh qarmay tursa, qaranglar degani qaraysizlar. Aql 5 sekund vaqt bermanjima. Aqllarga qaraysizlar, shu haqda bir ish bor. Ishning oldida oldilamjima maqirgacha qancha balavorligini sanab birsizlar. 5 sekund vaqt bermay boshlanglar deganda, jima berishki, boshlanglar. 5 sekund.
Sen qarımsan bol sırlı qar. Oğlum. Açıqni oldi ki ballar. Bo'ldi, qaralmay qaradi. Qaysi ekan? Bo'ldi. Endi men savolimni o'zgartiraman. Eshikning tubida bir xet bor. Endi qaradi-da men nurg'unlarga. Nurg'unlar nima xet bor? Emniyetda sizlar xetni ko'rmay turib, balni tanishingiz mumkin emas. Ammo mening so'ragan savolim nima esa, qancha balni ko'rishlarni qarab qolsam, xet ko'zingizga ko'rinmaydi. Tushunamsizlar? Nemishqa siz uni diqqat qilmaysizlar. Hayotingizda nima diqqat qilsanglar, shu nima qildi ekan? Cho'ng'iydi. Ruh bek muhim narsa. Unda olsa, siz nimaga qaqsanglar, shuni nima qilmoqda ekansizlar? Cho'ng'iydi. Ma bek muhim narsa. Har qanday ish yuz berishdan burun qat'iy nazar qaqshash bo'lmaydi. Nimishqa? Qaqshigan narsa nima qilmoqda ekan? Uyg'urlar eng cho'ng kesildi emas, qaqshash. Hozir men muoftin orilib kelsin, hukumatdan qaqshaygan bir ish bor. Herkes qaqshmanglar, tushunolman. Qaqshidinglar, qaqshash tegishlik bir narsa nima qilmoqda ekan? Bu ruh ilmida bek muhim narsa. Odamlar bichor bo'lib chiqamroq. Dat aytib, "Mana olmasman, degan degan birisi, "Shunda bo'ldimi? Men hayron qo'yib, bu nima bichor bo'lib chiqamroq?" Bu qaqshash, bichorlash shu narsa nima qilmoqda ekan? Cho'ng'aydi. Bir bola bor ekan, bu qurilish ishlaydi ekan. Bu qurilish ishlaydiganlar etdeganda nashd qilib, tushlik tamoqni o'zida ilib oldi ekan bular. Bu bolam shunday ilib oldi ekanda, bu har kun tushlik tamoq nima yeydi ekan? Mifa yeydi ekan. Qaqshab qo'ydi ekanmi? Mifallam yemda. Mifan, kunda mifan deydi-ki, yan mifa ekan. Mifallam yem, yan mifa. Yan bir kun qaqshab mifa ekan. Bugün xizmatda ish qarab, adash saranlab qolmasa. Sen bu kunda qaqshab mifa yeydi ekansan, unda qanday ayoling demamsan. Bir kuni mifa aytibsan, bir kun polo aytsan, bir kun cho'chirlarni almashtirib ysan, bo'ldi-ku. Biz bu bola ayoling qaysi ayol? Men to'g'rimidim? Mifan ujametki. Şuna tanıdığım mifa nurgun odam qaqshash uchun qaqshayga nima qildi ekan keltirib chiqardi. Biz psixologiyani nima ish qilganimiz desa, nurgun hodislar sening uyangligining sirtida bo'ldi. Nurgun odam muhit avval yuz berdi, ondan kayfiyat deydi, tushunalmi? Ya avval kayfiyat, ondan muhit lozim bo'ldi. Ma ruhdagi bir mundaq ta'tir. Shu William James deydi-ku, kulgandan keyin xushal bo'ladi, xushal bo'lgandan keyin kulamdi. Tushunalmi? Nurgun odam xushal bo'lgandan keyin kuldi desa, William James unda cho'qim kulsimi xushal bo'ladi dedi. Rost degandagalik meni shoppingsimni ko'rgan bo'lsanglar, qalamchiligim bor. Nima qilsa kulgandan keyin men nervlar oldinib qoladi ekan. Daqadikin, bu kulgan olatqo. O'rmonni chiqarayli deblam, dopamin ko'taradi ekan, tushunolmi? Endorfinlar. Bu ajoyib g'alat ishlar bor. Shuna hargiz sizlar, mushlarim yaxshi bo'lib kes, xo'sh bo'ldim demanglar. Agar xushallikni barpo qilsanglar, darhol nima qildi ekan? Yuz beradi. Nurgun odamning men baxtsizligini o'zim tasvirlamaydi, kelgusini yoritib chiqadi. Men baxtsiz dedingmi? Bo'ldi. Ruh har qanday narsaga bo'ysunadi, tushunolmi? Baxtsiz. Men baxtsiz desam, chuqur baxtsiz bo'laman. Men nima desam, shu. You say whatever you say. Tushunolmi? What you think you are. Sen nima o'ylasanglar, siz o'zingizni shu odam o'ylaysiz. Şu an mayadaki yüzünü nimi deb o'ylash pek mühim. Şu qaqshaganda cho'q desa, bu xil narsalarni qilmayotgan, cho'ng yapmag'di, cho'ng aygan siri qaqshash to'g'ri bo'ldi, to'g'ri bo'lgan siri qaqshaydi. Men bir umr shunda yuriydi. Bu xil odamlar mush dunyodami amaliyotda ruhda jannatni paydo qilganligini bilmay, tushunolmayman. Bir umr qaqshab oyat jannatga intildi. Bu dunyo jannat yaratmagan odamning u yerga kirib ketishini atay. Qaqshash qilish. Buning aksi nima? Endi o'tib qo'ying. Buning taqobuti minnatdorlikchimi? Minnatdorlikni men sizlarga o'rgatmayman. Men axloq, minnatdor bo'lishing kerak demayman, foydaliq ma'lum. Nimki ma'lum? Foydaliq. Tushundirmayman sizlarga. Minnat. Men shu Beijing kelishdan burun 4 kun burun bir sinoq qildim. Sil yo'q oldidan bir necha anandek sil yo'q oldim.
Beşimga kiygizdim. Men odatda mudroq sayaq suvning ichida tura olayman. Men memda silyo qaltib sinab, o'zimda aynak qarab qanchalik qanday chiroy ifodan bo'ladi kuztimanda silyoni ekkilib bo'g'dim. Aqimga og'amchidan birini chekkizdim bir balaga dedim. Ha qancha qizilib ketsammi elib etmijman. deb qo'yaptim men. Pushaymon qildim dedim. Silyo bilan bana o'xshamaydi. Bunda tursa jiqtira olganda silyo o'xshamaydi ekan. Mo yerim o'tmaylim shunda. Har bu chiroyli ko'pi böyle silyoga. Abi munda qilsam jim turadi soatlar. Mo'shunda tutgan mo'shunda. Amma yaman qo'rqdim, resmiy qo'rqdim. Ajab chiroylim degan ko'kirim. Oxiri meni chiroyimni qo'g'ab ketdi, men yolvorishim emas. Bunda qilib yetibdi men shuni. O'qtab bir nafas oldim, o'ylab qoldim men. Tova. Mush havo, oksigen deganmi? Ajoyib muhim narsa. Biz kunda oksigen nafas olg'achqa bize Xudoning bizga oksigen ta'minlash qazi bor deb kanalama. Ancha bek minnatdor bo'lmabdi manimda. Shundaymi ham? Ota qazi bor. Yaratgan degan berisiz-ku oksigen degan. Amaliyotda tunuqdimi minnatdor bo'ldi kedi. Shuning yog'ini kuch nafas olgan bo'lib oldim. Nafas bizning minnatdor bo'lgan yerimiz bekchiq tushunolmayman. Endi qaranglar, ruhning ilmi qaranglar. Nimaga diqqat qilsan shu uchun o'yladik emasmi? Minnatdor bo'lish bu axloq fazilat masalasi emas, mas'ul hal qilish masalasi. Minnatdorlik orqali taqdirni hal qilamiz, tushunyapsizlar? Qoqshash orqali taqdir buzilsa, minnatdorlik orqali biz nima qildik ekanmiz? Taqdirni o'shaymiz. Men nafas olishdan minnatdor bo'lgan kundan tortib buningdimi teximijiq minnatdor bo'lgan narsa nima qilib chiqdi ekan? Yorilib chiqdi. Nurg'un yaxshi narsalar bor. Bekjiq yaxshi narsalar bor bizda. Yaxshi narsalar bekjiq bo'lib ketkeşkilar. Ham biz kunib ketkeşga odamning habituation degan bir hodisa bor. Bir qatam hayron qolamiz, ikkinchi qatam hayron qolamiz, ammo uchinchi qatam u bizning muhitimizga aylanib ketganlik uchun tushunatamizlar. Anasini hayron qolmayga qoldi, uningdan bir xil minnatdorlik tuyg'usi tabiiy bo'lib ekan, tuyapti. Şu Emerson nima dedi desa, "Ey yulduzlar, agar kunda chaqnamay 100 yilda bir chaqnaydigan bo'lib qolsaydi, o chaqda kishilar yulduzga ajoyib bir qaraydi" dedi Emerson. Men arayallar to'g'risida bekchiq so'zlayman. Nurg'un odamlarda mayli qiz o'g'il muhabbatlashsin yoki to'y qilsin, bir-biridan bezor bo'lib zerikadigan bir davr bor. Tushunolmayman ya. To'y qilib 6 oydan keyin eng mushu ayoli yo'ldoshiga yamasab ko'rinadigan bir davr bor. Men tushunimcha bo'lmayman. Buni nurg'uli psixik bilmagachga, yaxshi ko'rmaydi ekanmi-da, buni deb o'ylab qoldi ekan. Chunki bizning anaqa baxtni tepish deb olamiz-ku biz. Bizning baxtli bo'lish bo'lmasligimiz to'g'ri odamni tepish topmaslik bilan munosabatlik deb o'ylab olamiz biz amaliyotda. Endi bunda olmaydi. Bu baxt degan to'g'ri odam tepish topmaslik bilan munosabati yo'q. To'g'ri qilgan odamni to'g'ri odamga qilib tarbiyalab chiqishdan munosabati bor asli. Endi ozroq ish vaqt nima deb o'ylaykansa, hey, xato to'g'ri qilib olibman. Shunga har qanday 6 oydan keyin ayoldan shunda bezor bo'lib ketgan davr bor. Tushunatamizlar ya? Bu Veyshanchining birinchisi. 6 Veyshanchi bor. Nemish bezor bo'lib ketdi desa, chunki endi uchrashgan vaqtda yenglik tuyg'usi bo'lg'achqa odamda intilish bo'ladi. Bir ko'rib olsam bo'ldi. Qachon bir tanasa, muhabbatimni bir ovozni anglab olsam bo'ldi deb ketdi. 5 yil degan kunda kechdi. Ben deb taqa. Endi to'y qilib bo'lgandan keyin hech qanday dadanglar bunday demaydi. Opangni bir ko'rib olsam bunda bo'lmaydi. Nima qilasiz qarang ha? Uchrashaveramdi. Ko'rishaveramdi, anglaveramdi, gapni tugaydi. Dastlabda gap tugmaydi. Ajoyib gap bo'lib ketadi. Ba'zi o'g'am bo'ldi xalqaroliq masalalarni deb ketadi. Qiz bola buni shunda anglag'is kelmisi mablab bo'pti deb anglar.
Çünkü oğlanlar da tesir kaldırışkan bırakıyor çok kızı var. Şoğlan da çoğun gibi hazır. Kalkara vaziyet. Ameliyette kızvallımdaki bu huşu yok ameliyette. Ama ulama hem de çandımay. Dep müşünde atlap tırışıp anlaydı. Şu an nurgununla bundan şu kişiler şu an bunda vaktaylık. Yeniklik kılıp men bunu yaxshi ko'rmaydigan o'xshayman demanglar. Emniyet har qanday odam yot kelgan vaqtda 6 oydan keyin boğaz nim bo'ldi ekan 101. To'yqan taqim shunda ol. Nimishqa? O'ychi izim tug'an. Deyishib o'zim tug'an. Deyishib o'zim. Kitob o'zim tug'an. Tamoq izim tug'an. O'zim tug'an. Shuna ziydik. Bu ne nurgul bu ne mi ayada? Yaxshi ko'rmaykim debla almashdi. Ya. Muşu psixik ilmini bilmaganlar. Minnettarlik tugib ketib qolgan gap. Er ayolga, bola, onaga, dada, onaga, hatto ota-ona bolaga minnattar bo'lsa, bolaning minnattar bo'lgani jiqiydi. Ammo biz ota-onalarimiz bo'lsa, qoqshaydi-yu, qoqshab qo'ydi. Shuna ular nim qildisa, ona qoqshgan taraf nim qilmadi ekan. Mening dadam burun ismini bilsam, haftada oran 2 qatim aroq ichdi. Etimlar. Apam hamda yaxshi niyati bor. Bizning yo'ldishini, ya'ni mening dadamni. 2 qatim bo'lsin aroq ichmisan deb mush qoqshab, keyin dadamni haftada 6 qatim aroq ichgan. 5 kun ichmaydigan yerda minnattar bo'lib bergan bo'lsa, tushuna olaman. Ma 2 kun yigit tutar 5 kun tushuna olaman. Ammo opam bir narsa xato qildi. Nimasi? Bu 2 kunni ko'rib elib, qoqshabirib bu 2 kun eng oxir qancha qiladi? 6. Ha bir kun hamda uxlab qoladi. Bundagi. Shuna sizlar atrof minnattar bo'lish kerak. Bu singdiryapmiz hamda yana tirishayapmiz. Nurg'un odam bo'lsa, odamning yaxshini ko'rmaydi. Yamaydi. Bunda qilmadi. Hamma odamning yaxshilari bor. Shuni tamsizlar. Shu hukumatdan mamlakat minnattar bo'lish kerak. Bu bek muhim narsa. Qaqshidimi? Qaqshqa yerni qutmadi ekan. Minnattar bo'ldingmi? Minnattar o'g'ayni qutmadi ekan. Bu bek muhim narsa. Bizda mush narsa ezib ketib boramiz. Yotoqda ishinglarningmi yaxshi yerini ko'rib turanglar. Qancha biz nemishqa? Bizda bunda bir masala bor. Men Shanxayga bir berib qoldim bu yerda. Deniz mahsulotlarini sotadigan cho'glab qoldim. Bu deniz mahsulotlarining ichida ajoyib satmalar bo'ldi ekan. G'ali 201 yerda ajoyib nimalar. Men ko'rib yo, demdan mandim men qishpaqini o'ynab qoldim. Qishpaqini bular da bir chilek sep qo'ydi ekan, to'chilekka. Bu qishpaqini bu chilekning ichiga 20 ton sep qo'ygan 20-30 ni. To qarasam amaliyotda bu chilekka bir tot qishpaqni sep qo'ysa chiqalaydi ekan meni. To'chilekdan. Ammo 20 ni sep qo'ysa chiqmaydi ekan. Nima ish qilsa, bir zumda qilib chiqmaydi deydi ekan. Uni oqidan bir to'ssin ishlab, u chiqmaydi deydi ekan. Uni ko'rib yapis qassi ishlab, u chiqmaydi. Mo'shunda qilib bular. Yapmaydi ekan jima, g'avat. Triver ekan. Birisini qechib ketolmaydi ekan. Dal nimasi nurg'un odamlarda o'zining yuqori odamlardan qo'rqib, tahdid deb o'ylab olib inson. Shuni aytamsizlar. Uni amal va xunuklashtirish, uning nachar gapini qilish, bu asli mandat deb uning haybatini nim qilmoqchi bo'lsa, kishilarni nim qilmoqchi ekan sundirmoqchi. Ondan kishilarni ish qildisa, amal va o'zini ojiz to'pqa urush orqali o'zining xarakterini sal kuchli ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shuni aytamsizlar. O'tganda bir lift chiqib kelib, lift chiqsam mendan paka 3 odam chiqib qolgan bu liftga. Men bu yamning ham unda egizlikini esimi qilib boqmabdi ekanman. Onda ayat turib qolsanglar, yana qo'shilib ketgan chiqadi. O, qarsima odam gidiga. O, qar. Shuna olamman, as birinchi qavat shulga odam. 24-qavatda, Shuna bular 13-qavat ekan. 12-qavat besib chiqib qolsa,
Men mashinadan chiqib qoldim emasman. Uzunroq men ona yaşadım. Biletemsin mani? Birinci qavat tushadigan odam bo'lmasman. Oshini ishxonasiga sulab qo'yib, qaytadan saqlan. Ning bo'lsa odam bilib bilmay ojiz to'pni izlash orqali o'zini taraqqiy qildirish orqali emas, ojiz to'pni izlab o'zining farqini chiqarish orqali o'zini nima qildigan bo'lib oldi ekan. Bu taraqqiyotga qilchinimiz yo'q ekan. Biz o'zimizning ustunlarni hasad qilamiz. Albatta, hasad degan bu muhim narsa. Ammo havassimon hasad qilamiz. Hasadsimon havas emas, tushunolmaymi? Xunuklashtirish emas uni. Mushunimiz men qilolmayman. Ma bo'ladi. Hasadni Xudoyim berdi emasmi? Muhim hasadmi? Tushunolmaysiz? So'zlayman hozir. Ba'zida hasadni o'ylab o'ylab, men nima hasad qo'rlab qopdim deb olgan. Shuna nemidan minnatdor bo'lsa, shuni bo'ladi ekan. Nemada qoqsa, shuning bo'ldi ekan. Kichik vaqtimizda amsillig'i bilmayman, bizning ma'lida Shangjo, Juza deydigan narsa ajoyib luxury degan bunda hashamat buyumdi. Ma'lida biroz juzib qolgan bo'lsa, shu kuni shu oil to'g'ri gap bo'ldi. Paloni bunda olib juzib tujman. Men qo'lni balli men juzimni yeyolmaydim. Ana ay balli yegan juzdan shupknelab bunda kuzuk chip o'ynatdim men. Şu açtı hemen. Şuptu deganni yig'ib olibdi, unda pis o'ynaydi. Shu davrlarda dadam bir ta Shangjo ichiribdi, nada ichidiki, uxtabotdi ekan ta Shangjoni. Cho'ng opam rahmetlik bor. Mushu Shangjoni shunda inchkilik bilan kesdi. 3 ga bo'ldi. Ya, so'ygan yerlarni ko'rsanglar, israplab ketmasin deb. Bichora xuton, mushunda 3 ga bo'ldi. Bir parchasini yog'liq chigib, yo'qotdi bir joyga, bilmayman. Yana bir parchasini qo'shniligiga chiqargan bishvatdi. Xo'jaligida har qanday tomoq yesam, qo'shnining sunnati. Ha, biladiman shular. Men maqsud tushpirdim. U vaqtda qo'shnilik ko'rsin deb, men lag'minanlarga hozirlikqa go'shtni sanab soldigan shu yo'q-ku. U vaqtda qo'shniga chiqqan lag'mangni qo'shnini ko'rsin deb, bunda go'shtni ko'rg'ayga tizdim. Ko'rmay qolmasin deb. Opammi bunda tizdim, da ko'rg'ayga tizdi go'shtni. Qo'shniga chiqib. Men chiqish bir ashkini. Birazdan yeb soldim. Go'sht qamroq. Mushunda ay Shangjodan 3dan 1 qoldi. 3dan 1 biz 6 odam to'q. Shu 6 ga bo'lib men mushiga tegib ekan. Yedemem delik be. Jubachi, ta'min etyapman. Degandek menmo ta'min etib qolaman. O'ylab hozir degan Shangjo ish unchalar cho'ng ketmasdi. Mayadan da cho'ng biladi ya. Mayada hech kim Shangjo yebdi deb. Yaxshi. Bizchi bo'lsa bundaq yaxshilik kunab qolg'achqa minnatdor turimiz tugab ketgan. Ata-onamizdan minnatdor bo'lmaymiz, do'stimizdan minnatdor bo'lmaymiz. Biz amalda qaqshab, qarshi tarafdan bir amal biralar psixik buzilgan vaqtda bo'ldi-ku. Masto dedi emasman. Sen bolqiga aylansang butun dunyo miq o'zgaradi dedi emasman. Men bolqiga aylangan odam hammadan miqdek bolqadan miqdaysan demeydi. Bizga aylansang hammadan suvga aylan dedi. Tushuna olmaydi. Shunsin nemiga? Men bizda shunday bolqiga aylanib bor. Biz bolqilıcı. Shu hammadan miqiz deb. Hammadan miqdek. Bu amaliyot nimasi bizning taqdirimizga ig'ir darajada to'sqinlik qilgan narsa. Minnatdorlik. Shuni aytamsizlar ya. Burun bir odam bor ekan, bu odam shunda qaqshayki to'xtamay, oilam qaqshaydi, bolalarım urishidi, uyam kichikmish, uyam cho'ng bo'lsin, uyam qaqshab yurib ekan. Bir kun bu ma'lum bir o'lima senaka qapti. Hal qilib bersangiz bo'pti. Bu o'lima bundan ko'zi qarab, bularda buni hal qilishning bir usuli bor. Uyingizda to'qivama. To'qivadi. To'qini ichirib olsangiz uyingizga hal bo'ldi bu ish. Ayolingiz qaqshamaydi, bolangiz urishmaydi debdi. Sonra bu odam to'qini ichirib oldi. To'qini ichirib olgan kundan boshlab ayoli texma qaqshabdi, bolalar shu to'qi bir yoqdan qaqoqlab. Beram, bo'lmadi, o'ngshalmadi deb beribdi.
o'lim atirib ketib, bundan qo'ymayman. Qo'yibas. Qo'yni ichirmasin so'g'ish. Qo'yni ichirib qo'ygan. Bu qo'yni ichirmagan kundan tortib ishni teximini nacharlashib boshladi. 2 hayvon, 5 odam, 7 jan qattiq patmadi. Jam berib bo'lmadi. Unda o'z uyingizda qalavam. Kalni ichirmasin, chuqum o'xshadi. Kalni ichirmagan kun tortib, ya tug'lik uruq qolmabdi. Ayolimi ajrashimi deb qo'pabdi. Ballarga qon urishib ketdi. Yani bir 4-cü gün bağlandıkken onda ise bunu hem demiş şu hayvanı çıkıp bitem. Hani eti bir kilam her kılıştığın eti değişildi. Şuna bu şu hayvanı çıkıp tutup eti beripti. Soraptı. Hazır kanday iş kılavatsı dese ya ömrümde men manda azap çekme. Ne? İspahmap dikenme. Aylımı koşulap gitti. Ballarım vuruştan toxtadı. Bir aydan ki bu adamın takdirini özgürletti. Düşen alamayı. Qarı şunda. Ma ruhni eslab, qo'rqab turib ba'da eslab. Men ko'rib turib ba'dayman. O'xshamayman ishimizmi? Masalan, qo'rqab yo'q desek sab turaman. Men yo'q deb yashaganman. Uzun muddat men yo'q deb yashagan. Düşen alamayı. Men tepishim avval yo'q deb ichim kerak. Yo'q deblan. Men shu nurg'un narsani noldan boshlab etgan cho'nom. Yo'q, hech nima yo'q. Xudoyim yo'q deb yashaganman. Onda ruhni topgandan keyin psixologik bunda holat bo'lishqa mening bilishim bilan sizning bilishim o'xshamaydi. Tushunami? Menda ko'rib turibman, ko'rma tomchilar men deyma. Deysizlar menda Şuna ama ruh ilmiga nisbatan olib aytgan vaqtda minnatdorlikni faqat bir oydan yoki 3 oygacha qilib baqsana baqsanglar, rost degandek turmush nima bo'ldi bo'lsa, o'zga nima bo'lib ketgan, o'zgarib ketdi. Bu ruhning nimasi ekan birinchi qan. Ikkinchisi. Hamda Güreş degan bor-ku. Biz halit yashab boramiz hozir. Hozir so'zlaymi? Bizda hissiyotning ifodalashi yo'q bizda. Bizim mana adradan bunda, Urumchida. Shunda kuldig'ash qo'ysimi? Mana qishdan men ketib berib mashinada kirishdim men. Ba'zan qodish qilib tushdi. Yiqilib, yaman eg'ir gunoh qilib o'tgandik. Voy, yaman siqib ketdi men o'ylab qodish qilib tushdim. Oshundan numus, betnum, kulishdim numus kelsa. Ko'nglim bulashdim texnobus kelsa. Hozir adam bunda yashagan bo'libdi. Ruh ilmining ikkinchisi dalmay so'zlaydigan narsa. Nimani bassam shu cho'ngiydi, tushuna olmayman. Birinchi nima dediqsan, nima diqqat qilsam shu nima qiladi? Kengiydi. Ma'noda nimani bassam shu nima qilib ma'nodan kuchaytmaydi. Meni dadamning ismi Qurban. Bu Qurban nima demayli? Meni tug'ilgan kunim 9 oyning 5. 10 sekund vaqt bermay unutib ketaman. Unutib ketayotgan. Unutdimmi? Men mush bani kuzi chirib olsam unutib ketdimmi? Yerim uchun tiyib bo'lsam unutdimmi ya? Unutgansiz. Bu nima desa, unutmayman degan so'zim. Chunki o'ylaydi. 9 oyning 5 unutib ketay. 9 oyning 5 chuqur unutib ketay. 9 oyning 5 unutib ketay. Men hayron qoldim. Bunu unutib ketay degan so'z nima qildi? Psixologiyadagi intentional paradoksiya degan shu. Maqsad paradoksiyasi diyet degan shu. Nimani bossa nima qilmoqda ekan? Shu. Biz ancha o'tganda tishimni, tishim bor. Qattiq yutaman deb
Badım, basam, hoşçul kılıp etkeldilik bizimini. Fıkam, bana bile, men ağırlık çıdmayman. Narkoz kılınlar, sen narkoz kıldın. Narkoz kılıp g'ar, resmin ağrımıdı. Hoş oldun mu? Matepim narkoz. Hoş olap, bu yerden çıkıpla polo oydun. Aminan ağrıqımni tutalığım bilen, polo iş jarayonki huzurumni tusuy tutadi. Tushunadimi ya? Yilg'o polo yeb qaptimi, endi muhabbet chiqib qolsam taqimcha taqdi. Nima? Bu yer yorqin nuqta nima desa? Yorqin nuqta var mı yerda? Nima bo'lsa? Azobni sizlar cheklab etsanlar, bir neribdan chiqadi. Xushalliq nima bo'ldi ekan? Ba'zan shundoq yig'ilsa kelsim yig'lamaydi. Shunlar xushal bo'laman deb nima qilinmaydi ekan? Xushal. Nimani bassam shu. Nurg'un odamlar o'zining qalbini tasvirlab bermaydi. Mendan bir bema'ni savol so'raydi ba'zida. Ma'lum siz nima ishni yaxshi ko'rsiz deb kulib ketaman. Buni rost javob bersam yaxshi bo'lmaydi, qamlashmaydi. Endi kitob ko'rish desammi bo'ladi. Meni yaxshi ko'rgan narsalar yomon jiq insonni yaxshi ko'rgan narsa. Ammo buni degan olmayman. Masalan, men shu o'burnida o'tag'ach 5 ni o'ynash yaxshi ko'raman. Ammo degan olamdi, shunami? Endi biz men bu davrimi nurg'un odamlar o'z hissiyotini ifodalamaga tushunib o'tamsizlar. Bu yağlı bulab, azapçı. Azaplab, o'sha bes eng oxirida nimga aylandiysa, suni kontrol qilgan sirtsiz bir narsaga aylandi. Masalan, yig'laydigan vaqtda yig'lasam bo'lmaydi yoki azoplansam bo'lmaydi deb boshqa odamlar uni shu vaqt kontrol qila oladi, ammo bir mezgil kelganda bir yig'lab etkin bor deydiganlar bor. O'zimni qo'yib birib yig'lab baqsam deb oroq ish paqidi, yig'layolmaydi. Daq paqidi, yig'layolmaydi. Yig'layolmay saranglab ketgan chiqdayman. Men qo'limda kisheli bor. Yig'il saqiydi bo'lmasa, yig'iltanmayman deydi. Chaqchaq majma? Yig'ilsa saqiyib ketdi. Yig'iltanmaymiz. Nemish qolsa biz kichik vaqtimizdan boshlab bunday hissiyotlarni biz ota-onamiz besib etgan. Yig'ilganda uxlasa. Bu yig'lashqimam to deyman. Yig'lashqim yo'l qo'yma. Xushal bo'lib tiqillayotgan kino to'qibsi deb ota-onalarimizdan bolalarni hissiy xo'rlash degan mushuk, hissiy xo'rlashga hissiyotini his qildirish nima? G'arbliklar buni bilib qolg'achlar, yig'laydigan vaqt yig'lab ifodalab numus qilmaydi. Xushal bo'lganda u shundoq chindirib xushal bo'lib ketadi, chiroy ifodasi yaxshi. Bizning uchun shunday. Bir odam deganda bu hissiyot bo'ladi. Bu nurg'un odam nemish qilsa hissiyot. Har qatim sizlar jiddiylashmayman degansiz jiddiysizlar. Boston olma jiddiysizlar. Qo'rqmasam bo'ldi, qo'rqsizlar. Sitrapkan. Ko'nglingiz bir yerim qilar. Yerim qilar ko'nglingiz. Yerim qilib degansiz ko'rdim. Ama yerim bo'lgan odam yerim qilma degansiz yig'lab ketadi. Şu amalak başkalar teselli bergen vaqtda ko'ngil yerim bo'ldi, yerim qilma demanglar, tushunolmas. Degansiz yerim bo'lib ketadi. Qanday o'z qo'shilib ketdi desa, ma'lum odam masalan qizlar juqshaydi, o teselli berish. O'g'illar asosiy yushurdi. Odatda odamning oldida ko'ngil yerim qilmaydi, yig'lamaydi, u burni yig'laydi. Endi men deyman, shu o'g'illarda ba'zi psixik masalalar kelib chiqadi. Qizlar bo'lsa buni ig'ramaydi. Chunki o'g'il bola yig'lash haqorat deb biladi. Yardım turash haqorat deb biladi. Men yig'lam kelsin. Ishlatgan yig'lam kulgim kelib kulayverma. Qizlar bo'lsa qizlarda dal bunday ifodash bo'ldi. Nurg'un qizlar xato tasalli bergansizlar do'stlarga. Yig'lama demay unga. Yubaga yig'la desangiz bo'lmaydi. Sattir yig'la deb hamma deydi. Yig'layotgan ishni deydi emas, manda bo'ldi, manda bo'ldi deganki sizlar o'ydirib chiqsizlar, ota. Men uningdan mehr kunda qoldi. Deb sizlar texim datib qo'ysanlar, o qizlar sizga tasalli beradi. Men aqlab o'tgan bir bor kelib turdim, mundoqlab ota-onam ochishib ketib, men dadam boqma, opam shunda. Efkam, meni kichik vaqtimda dedim. Birsi taqqa chiqib, mundoq qirg'izlar rayonini berib, men bir yetibdi ekan ashlar. Bir qochib nimaga.
Kepek demedi, guruç dedi. Şunun ya men aşağıda çoğun boldum, keyin 3 yaş vaqt ata-onam tepkilib, men har kuni shunda turbuğu bağlab degan desam, "Mollar ko'nglingiz yarim qilmaydi." Şuna nimani bassam, shuni qilgan kuchaydi. Hal qo'y sun deb birmanman. Bu psixolog, ma'lum nurg'adam psixologiya degan gap jiqaygansiri, ba'zan xato tushunibdi. Ba'zi odamlar shunda ko'ngli yerim bo'g'iz kezib, ochiqlangiz kelgan vaqtda, men psixologiyaga kelganman, ocha olmaydi deb turadi. Bu qal kayfiyatdan shashtab deb o'zim tutdim. Bunda emas. Bu yak mesela ochiq kelganda, ochiq bir ochiq kelganda ochiqlanmaslik, cho'ng taraq qilganda cho'ng taraq qilmaslik o'xshash. Men o'zi ochiqni besbelanlar demayman. Hatta tek ochiqlanayotgan vaqtda, ochiqlanayotgan titan tumur dedik emasmi? Ashning manbasi bo'ladi, tarjimaning xatosidan. Tushunamsan ya? Nurg'unlar amaliyotda boshqalarni anglash xohlamaydigan gaplar bo'ldi, o'zing tuyin kirish psixik bo'ladi. Hammadan men yaxshi ko'rmalar deysiz. Shu narsa oshkorni qog'dek turgan vaqtlar ularni nima qilgansizlar, ochiqlaysizlar. Bayatın degandek. Biz ochiqlashni basmaymiz. Barbara tarjimani yaxshilab nima qildik-emiz? Tabiiy ochiqlanmaydigan nima bo'lamiz. Tushunamsan ya? Mana arganamchima mana yo'lni. Men odam ochiqlanmayman, bu ochiqlanmayman dedim, ochiqim kelganda psixologga turgan deyman. Men unda emas, ochiqim keldi, qo'pol urib chiqdimi sizlarni? Ama kelmaydi ochiqim. Nima ish qilsa tarjimam yaxshi. Nimam yaxshi ekan, tarjima yaxshi. O'tganda mashinamni to'xtaman deb bir ko'meptimda bir hozir Urumchida hammagimda tümül bititki aşağı canını soqoldi. Az deganda 2-3 ming ziyon. Mashin to'q Samsungga olganda do'stim bor. 3 repti Samsungga chiqdi. Sen mau degan mushunda qarab, "Ordosh, endi qanday qilamiz?" debdi. Nimani qanday qilamiz? Mashina olib, yuzik elib hamda ashbarimiz degan Samsungga. Na, aytdi gunohkorlik. Men dedim, men mashina olganda so'qmaymi deb ammaga. 3 kun so'qimi deb olgan bu. Shu kun bugunki Bugün so'qilibdi bu, mayli emasmi? Dedim men buni. Lekin ondan sallashib o'tdi. Yana bir kun ketdi. O'zi mashina qishliq choq olmasdimdan o'tadi. Nim bo'ldi desa qishliq choq olmasdimiz olmaydi. Men yig'ilishim bo'lmaydi desa. Bir haftadan keyin o'zi qishliq choq olmasdim degan so'qibdi. Alqarala mashinadan qishliq choqini olmasdan sabab nimasi? Ansizlik borligida, tushunamsizlar? Shu so'qiman deyotgan gap. Menda ana ansizlik, men hozir so'qib boqmadim, u 2-3 qatim so'qibdi. Men bechemas, keyp chiqirib biringlar, tushunolmayman. Ammo har qatim ochiqlangan vaqtda fursat foydalanib buningdir. Men nima ochiqlanmaymish, ochiqlanishimiz zan nima sabab bo'ldi? Uydan tadqiq qilsanglar, bir yara nima qildi ekan? O'ngshib. O'tganda Undidarda bek yaxshi gapdim jandim men. Yaxshi bir maqol tamsil. Mushuncha Uyg'ur maqol tamsiliga kirgizib qo'ysang bo'ladi. Shuni deyman-ku Uyg'urlar aqlli deb. Yig'in ijod qilibdi bu. Bu maqol tamsil nimasi? Dunyoda ikkitasi. Birisi masalan xo'shlashmoqda, birisi munchida shanko kiymoqda. Ma resmi no'j maqol tamsil. Siz o'ylanglar. Ham munchida shanko kiyishning ta'sirlamamiz endi bishni deb isbotlab yurmaymiz. Masalan xo'shlashmoqda ishtas. Men o'qimayman. Chunki nurg'un odam o'zining hissiyotini tushunolmayman. Yuşuğallık üçün köpünç vaqt ifadəmi buruntuq bo'lib ketadi. Məs olğanda çoğsa kiçik men quluplanğan bilan çoğ men hissiyat faktorları içilib ketib, tushunolmayman. Desem bularmı, demisem bularmı degan yere quluplanib ketgandikan, o'zini butunligini qildi ekan, ifoda qildi. Endi masala paydo bo'ldi. Ikkalanglar do'st bo'l, ikkalanglar. Mush qiz do'st. Ma qiz bir imtihonga qatnashmoqchi. A qiz endi imtihonga qatnashmadi. Ikkisi qancha yaxshi do'st bo'lsa-mu, ma qizda hasad bo'ladi, tushunolmayman. Ya oğlum bana Kudayım belki hissiyat bu esat degen buludu ma hissiyat bulaş bu hatalık mı sen olma buludu esat kılıdı hatta oylaydı İntihanda ütenmesini oylaydı meyli oylasın meyli cima normal Nurgun şu yakın dostlu şu manda hissiyat geldiğinde uyuyeme
men hasad qilib o'taman yaqin do'stimga, bo'lmabdi bu. Hasad qilmasdim kerak degan sirasi qo'zg'alib, intomni o'taymiz-da, shu kun birash qilib qolsaydi, ya tavrib kesaydi. O buludama, bu channelma bastım o küçüğüydü. Bu kızcağız bunu ifadelemey. İfadelemedi mi? Erkek kaynat gidip. Erkek kaynat gidip, yenik olganda kokap gidip bu es yaptım. Ma kızdan kırış bakarıldı. Eksi bilen kırış kalıcı mı? Nimdeydi olsa, yaxşı tayarlı kılıcı mı? Çoğum yaxşı tayarlı kılmışsan, gamburun tayarlı kalsa, ona kalsa, o güne yatarıp kalmazsa da şey. Yenik olganda eksini ifadeydi o da. Mesela benim Adem ifade etmegen narsani boshqa döngep bunday aksini ifodalaydi. Masalan, men qo'sqim og'rib ketgan bo'lsa, men baliq deyman. U buni ko'ramsa, depam. Xudo ya, men depam, u buni ko'ramsa depam. U degani men baraman degan gap. Buni bilaman. U buni ko'ramsa. Maqis yenik bo'lganda, ani kirishib oladi odam shu qo'rqib ketib. Egri bo'lganda cho'sa, men hasad harakatga aylanib hamda maqisga hamda plan, suiqasd planlab. Shu otamsa Yakumuz gap so'zda xunukleştirdi, Yakumuz shu gün bir amal qilib, ya cheg'i bir ish surish to'g'ri televizorda ish qilib bir amal harakatga aylandimi, axloq. Tushundingmi? Hissiyot ishni bo'lmaydimi? Bo'lsa, devitish kerak. Adash, hasad qilyapman dedingizmi? Harakat qo'yib turdi, ruhli deysiz. Bek muhim. Olimlar mundaq bir tajriba bor. Ikki guruhning ariflar, ma guruhi dedi, silmish o'tmishing yuz bergan yaxshi ishlarni yozib chiqinglar dedi. Maylar dedi, o'tmishing yuz bergan nachar ishlarni yozib chiqinglar dedi. Sizda faqatlar qaysi xushal bo'ldi? Olimlar mushulni chuqum xushal bo'ldi dedi. Tushunalmi? Amaliyotda dal mal xushal bo'ldi. Nima ish qilsa, mallarning yaxshi narsani yozib yurib, nima deb qoldi keyinsa, nachar narsani. Bu ne laka kala halakis köşüydü var ne? Bulaşı köşüydü dikende. Malı çoğusu an yezibet keşke yaxşı nesli kaldı ki. Şuna kallanla načar nesli olsa diyebitinler kınmaysılar. Yaxşı nesli olsa dimenler. Disanlar kınmaysılar. Şey anlamıyor ya. Abek muyum cima? Yaxşı nesli olsa saklap kalanlar köşüymez. Načar nesli olsa diyeversen bulardı. Şuna haset buluş. Kanç yakın dostum buldu cima bu. Dostum deysen hasad qilyaptimi da degandikan, ammo xo'sh bo'ladi. Xo'sh bo'ladi. Sildimi an deyotganligim uchun nima qildi ekan tuvali. So'ng ba'zi yaqin do'stlarga ko'rib baqsam, mana ballarda balkim bunda do'stlar. Bevos davrdi ekan. Bu yaxshi ahvol. Nurg'un odam demagan bilan cho'dsa, buni deb o'ylaydi ekan. Men bundan ro'y kasalga aylanib ketgan bir oltin deb bir kasallikni. Bir qiz bola bilan ko'rishib qoldim. Bu qiz o'zi shunda hamda bir nachar yashab qoldi. Shunaq bir endi qutqazuvdik siz yashab qolganda bu qizimni men har qanday qoldimni, har xil dunyoda men xatolik yo'q deyman. Faqat bunda qilib foydasiz qarorlar bo'ldi. Tushunolmayman. Nurg'adam tillaydi amanda men har hukm qilmayman kishilarga. Har qanday qoldim yaqin tortdim. Bu qizdan bir kun paralashib qoldim men. Paralashib qoldim. Bu qiz qanday bo'libdi desa, bu qizning inisi o'lib ketibdi. Inisi o'lib ketganda bu qizda xushallik kayfiyat paydo bo'lib qolgan. İnis ölse, kuşallık bağırdı. Bizce olsa, adem meskeniz deyimiz o. Bu kızımı okşayışta adem mesken ben degen. Şunu anlama. Bayatan kanun boyunca, ben inim ülep gitmez, hoş olatım ben o, dedi mi? Adem emesken ben, dedi mi? Adem emes yaşaydı. Şunu adam sen ya. Emdi ben bu kız ne? Pislik analiz kıldım. Ballık devrini sürüş kıldım. Neticenin çıktı edilse, esli, bu kız kichik vaqtida inis tug'ilgan vaqtda otasi butunlay inisiga voy deb bu xatolikchi qildi ekan. Cho'ng bo'lgan sir uyanchiq talashib qolsimi? Talashlar bu qizning uyanchiqini kichik inisiga gapirdi ekan. Shu kichik vaqtda inim bo'lmas shu debdi ekan. Har qanday bo'ladi bo'cha, inim bo'lmas ekan degan bir tuyg'u bo'ldi, sibling enili. Ama ifodalamaganda uni ki cho'ng bo'lganda rost degandek inisi o'lib ketganda, ifodalamandiga hissiyat nim bo'lgan gap. Bunu bu kız men muşunda oylam dem, men nimish bunda hissiyat bo'lib qoldi deb, hissiyatdan qo'rqib ketib, shuni aytamsizlar. Shu har xil hissiyatlar keladi, har xil o'ylar keladi, har xil buninglikqa sizlargizmi men gunohkor ekanman deb o'ylayapmanlar. Tushunolmayman. Men nachar odam ekanman deb o'ylayapman. Mening xiyolim kelgan xiyoldan ko'rsan qo'rqib ketisizlar. Ammo bu hissiyat ishdan bo'lmaydi. Bu nimaga aylanib ketmasa bo'ldi ekan? Shu hasad anda holatda bo'lsa, hech nima bo'lmaydi. Ammo buni harakat qilib, oning oqidan gap topsaq nima bo'lmaydi ekan? Bu qamlashmay qoldi.
Tushunayapsizlar ya? Shuni bu basmanglar. 9:25 unutib ketay demanglar. Unutmaysizlar. Jiddiylashganimni basay demanglar. Siz jiddiylashgan bo'lsangiz yaxshi bo'libdi. O'tganda men mush xushallik formulasi degan leksiyani so'zlab atganda bir jutda bir ko'zim chiryapti. Siz mush xushallik formulasi degan so'zlar aytibsiz. Qaqib jurojma. Bo'ldi. Chiqarib berdim qaqib juram. O'zi nimaga dekatim deb bermamsa. Siz mush xushallik formulasi so'zlar aytibsiz. Men sizni mush qapulab qolgan vaqtingizni ko'rmayman men deydi. U o'ylab qopti. Men çoğumdan kuşal жүрсем. Daimi kuşal жүрген adamım yalgan. Şen olma, üzük besime kilo aldı. Men dedim, iki xil adamda hissiyat olmaydı. Birisi ölgen adamdı. Yani birisi roy kesildi. Şu an ciddileşken bolsanlar, hoş bolsanız oldu. Bu sınırın birisi ölmegenlik alın direkt öldü. Yani birisi sınırın sak adamdı. Roy kesel emez. Hissiyat kalmadı mı? Boldu. Men tuşeptim deb darhol meni desang bo'ldi. Shu anda hisoblab qolsa, bunini qo'qab hech bo'lmaydi, bassa qo'ymaydi. Endi ba'zilarni unutib ketsam keyin deydigan ba'zilar. Masalan, ba'zi qiz bolalar, ba'zi o'g'il bolalar muhabbat olib kelsa, kelmaydi deydiganlar. Mana nima bo'lsa unutib ketsam. Men qiz bolaga to'g'ri tushunaman. Qiz bolaning biologiyalik nimasilar mana shunday bir ish bor hamda. Qizlarning odatda nima soladigan serinmisi kuchli bo'ladi oilaga. Shuni ular oldirab bir odam yaxshi ko'rsa, ikkinchi odam o'ylashmaydi. Ammo o'g'illar unday emas. O'g'il har qanday ma'ni bilan berishpa. Qo'rqganimda to'y qilishmaydilar. Ana bilan bir to'y qilib bo'lmay qolsa ham degan ikkilandimi? Oqi yenib ketadi. Ammo qizlar o'g'il bolani to'g'ri bo'lmaydi. Yaxshi ko'rdi kelsa, jim bo'lib so'zlab unutib kelsam. Rahmat desam, undan men bir unutib qo'yayman sana. Sen shaktik refleksiyani bilamsan, sen bilmaydi. Undan sen bunday qilsan. Shu unutmoqchi bo'lgan odamning sen rasmini tepib, uni poqchilab Aşine muşu bunun praydıgan yerine ikili olsa. Aşağı refleks biliyor musun? Karaysa öyle, ey derse. Bak kuçunu kökü değil. Davut koy. Çıkıp kettik. İkinci bir tek bitiririz. Demek, unutayman deb turibmanlar, tushunolmayman. Mayli, asasi bo'laverdi. Unutayman dedim, men nima qilib keyin kuchayman. Asas bo'laverdi. Hem bu neslenin nurgulluğunda yeşilmesi var. Hem de Paul Kokolko nima degansa, Paul Kokolko mavzusini 11 minutes, 11 minut degan asrda to understand love. First you got to understand freedom degan. Sen muhabbetni tushunishdan burun erkinlikni tushun degan. Tushunolmaysan. Nurg'un qiziqlarning o'zi muhabbet monopollikdan direkt yurdi, irishdan direkt yurdi. Amaliyot muhabbet deganimiz erkinlik hisoblanadi. Tushunamsizlar ya? Shakespeare bu vaqtda nima degan desa, true love. You can understand true love. First let him go. Tushunolmayman, uni qo'yib ber. Ketib qolsin. And see, ko'rib baq. If he comes back. Qaytib kelamdi, kelmay mushdan qara. Sen doim tutib olsang, uning qo'lini qo'yib bersan, qaytib ketgan kelmayganini bilmay qolsa, shunga let him go. Tushunolmayman. Qo'yib ber. U ketib qaytib kelsa, that's the true love. Haqiqiy muhabbet shu degan. Shuni tamsizlar ya. Ham bugun kunlik tuchu desa, bu ham nurg'un nimalar var sizlarga? To'g'riliqcha so'zlab ketsak yaxshi olmaydi. Meyli sizdan shu o'g'nish oldi bo'lsin, meyli muhabbet oldi bo'lsin, nikoh oldi bo'lsin, ikkilangan har qanday odam oqidajiydi. Shuni tamsizlar ya. Endi mening darsimning kulminatsiya punktiga chiqaman. Kulminatsiya nuqtaga chiqaman. Hayat men dastlabki bir gap bilan boshlagan.
Beijing man 3 narsani direkt berdi deb tushunammi ya? Starbucks ichima, aytdi borman. Zarani chidab olmay iyad biz vakin. Berib bitirib etdim, kitobni olib bo'ldim, Starbucks qoldi. Oxir bir gap dedim, hayot nimadan direkt berdi? Eng oxir men dal hayot to'g'risida. Na, hayot degan zot nimadan direkt berdi? En oxir men dal hayot to'g'risida. Na, hayot degan zot nimadan direkt berdi? Fizik kasbida o'qiydiganlar bormi? O'qiydigan fizik kasbida o'qiydiganlar. Ha, siz mafkar? Ha, qo'rqmang men. Bilmisiz hech nima bo'lmaydi. Hozir balaman aka. Birisi savol sorsa, masalan, o javob bermasa, ko'nglim bo'lib ketgan. Yamma javob beraylikda istamay. Nosh javob beraylik. Onu yamırsa sorsam, cevap veremezse sen. Yamırsa sorsam, cevap veremezse. Komaloka. Ya komiser bizim altın kanunu var. Hem de altın kanunu nimesi, altın kanununda ne değil dese, üzerinde kandak mamul kıysan başka şundan mamul kıl. Çenal mı? Ya ki bu butsalki kolmalar karşı var. Şuna ular hem mademge yaxşı mamul kıldı. Çünkü ularının kolmalar karşı nimesi etse, sen onada şaibe ile bir şey yapamaz mı? Muş dünyada kişiler kandak mamul kıysan, açtan da peyda kıysan hissiyat ne? Sen bir yambır dünyada his kılsan deydi. Şuna bu kızların könlünü yerim kılıp koysam, könlü yerim boğa hissiyat mı yambır dünyada his kılıp almamaz mı? Şun bular hem mademge yaxşı muamele kılışını bunda yetekleydi. Düşünelim ya. Şun altın kanunun asas noktası ne ise başkalar kandak muamele kılsan, üzen kandak muamele kılsan başkalarının şundak muamele kıl. Bu hem de ma'va. İkinci benim söylediğim ak altın kanunu. Ak altın kanunu ne ise ak altın kanunu ne? Başkalar kandak muamele kılsan üzengim şundak muamele kıl. Düşünelim mi? Bunun diyen gepsem bu baldan bir sual sordum. Bu bala bununla cevap veremese biz fakat nim deb o'ylaymiz desa, ha javob beremedi deb qo'yamiz, leksiya nim qilaveramiz, anglaymiz. Ammo bu bola hissiyoti shu desa, ajab javob beremedi. Hozir hammadan leksiya olmay men to'g'riq munozara shodlar. Beshim ko'tarilmaydi. Ajab, o'ma jamon qardim, bilanmi dedim-ku. Yosh qiz bolam menda qarab Emniyetli ne qilamiz? Hiç kimning kari yo'q. Ammo odamchi bo'lsa, endi o'ylab oldim. Şu an altın kanunu degen nimesi, xuddi biz onu zanglı qilmagandek, tushunalmi? Üzanlim bakayışlar, bundan nima qilmanglar? Zanglı qilib olmanglar degan qonun. Tushunamsiz ya? Üzanli inson bulashni qiladi degan gap kelmadi. Qozi qilib chiqsa biz qiziqarli bo'lg'ach kulimiz. Ammo bir kun o to'g'riliq mulozib bo'lmaymiz. Ajab kalam qo'ygan qayda qilsa. Ammo u odamchi bo'lsa bir kun shuni o'ylaydi. Acaba bir qilib tushdim, hissat bo'ldi, hammadan bunday hayotda taloq chiqmadan hammadan ko'zi qarab, shundan chiqib qarshi qilganimni ko'rgan. Man o'ziga Tibetlarda Sway degan bir xat bor. Sway degan xatning o'zi hissashliq, biroq bularning hissashliq xat degan xatga aniqlik berish nima desa, o'ziga va boshqalarga. Bizda hissashliq qilishgan boshqalarga qaratilgan, ammo Tibetlarda bo'lsa o'ziga. Tushunamsizlar? Biz özümüz işsiz kılmayız. Biz anlıklığımız özümüz. Küçüklerim hatalıkımızı biz nem kılıp yetemeyimizse keçiriydi. Başkanın hatalıkını keçiriyordumuz yana. Özümüz kelgende çoğu dese. Şu an senin sual sorayım ha? Hocam keçirme cevap vereyim sana. Biz nurunu kanday görürüz? Nur. Nurunu kanday görürüz? Karamayan yürük ya. Yapma fizik noktasını dememse. Mesela nurni mesela qanda mesela menda deydi quyosh bilan yer shari o'ttirisida nur bormi yo'qmi? Unda senish qarang ko'rindi. Ada? Hamda bor. Emniyetda yer shari bilan quyosh o'ttirisimi nur bo'ladi, tushunalmi? Ammo qarang ko'rindi. Nima qilsa, o nurni tusab bizning ko'zimizga qaytirib turadigan tusalg'ichim yo'q, tushunamsizlar ya? Ruh
Mana mushunda jismda yuriydi, tushunamsizlar? Ruh faqat tusalg'i jismda qiyinchilik ishchidilam nim qilmadi kelmau yuribman. İnsanning birdan-bir qildigan nimasi o'zining bir ruh kelligini bilish. Hammamiz bilamiz, ammo sizlarning hammanglar qo'rqib turib bilasizlar, tushuna olmayman. Men suv deyman, maqtayman, suv ken deysizlar, ichib boqaman, ichibmen ta'mini ming tasvirlasam-mo sizlar qiyos qilsa, yo'q, men ichgandek bilmaysizlar-ku. İnsanning mushuni yakilish bir sababi o'zining bu ruhiy bedenge ega ruh kelligini bilish. Biz bedenge ega ruh tushunamizmi? Hargizmi ruh ega beden emas. Bedenge ega nimkemiz biz ruh. Şu an insanın birla nimasi var, nimasi daraxt. Urug' bo'lib tushdi, uni bir vazifasi var, nim qilish kerak, uning o'sishlar. Hech qanday daraxt men insonlik soy tashlayman. Unda daraxt o'smaydi. U o'sdi, faqat soy chiqib qoldi, biz faqat nim qilib oldik? Hech qanday muvaffaqiyat qozongan odam xalq shunda tirishgan emas, tushunamizmi? U faqat yaramliq daraxt bo'laman dedi, daraxtning soy tushdi. Bir qonuniyat bor, qushning shu, to'qinning shu, ayiqning shu, odamning shu, o'simlikning shu, toshning shu, har qanday narsa bir qonunda o'sib yetilishdan, shu odamsizga. Nim qonuniyat borki, o'sib yetilish. Buning uchun juğum o'zgirdi inson. Nim qildi ekan? Qasroq tashlash insondan boshqa hamma hayvonlar bor. Biroq biz insonlar qasroq tashlashdan shundan nim qildi ekanmiz, qo'rqamiz. Bizdagi qasroq tashlash degan nimasi o'zgarish. Tushunamizmi ekan? O'zgarish. Ruh bir narsani izlaydi. Nimani izlaydi bo'lsa, o'sib yetilishni. Siz buni qanday yetilsan degan vaqt har bir qitim bir qiyinchilik yurganda, xuddi nur yurgandek, o'zingizning bir ruh kelligini qila olaysizlar, his qila olaysizlar. Biz eng xato bir narsa yashayapmiz. Nimasi? Biz qiyinchilikdan qichib yashayapmiz. Amniyatni biz nim qilib yashashimiz kerak ekan, qiyinchilik degan bek mo'yin narsa. Qancha ilgirligi odamning qiyinchilik shunchalik bo'ldi ekan, cho'maydi. Mangu cho'maydi ekan. Bilyapsizlar ya? Michelangelo. Bilasiz Michelangelo? Haykaltarash. Buni Davud deydigan bir asar bor. Bunda o'tirgan. Kuch. Davud alayhissalom o'yib chiqqan. U yomon nafs asar. So'de, ey Michelangelo. Sen mushunda nafs asarni qandoqmi yasab chiqqansa deb hayron qolsa dedi. Men yasab chiqmadim. Men bir kuni tosh bozorga bordim. Tosh bozorda yo'g'on bir toshni ko'rdim. Toshning ichida Davudni ko'rdim. Men Davud emas qismini uyab elib etgandim. Davud chiqsa, tushunamsizlar ya. Menmi o'xshashsa, ismonimmi? Qo'pa. Ismonimmi? O'tirasan, men Lushan qilib tutib olgansan. Sen tur. Ismonimmi? Odiljonning ko'z qarashi Odiljon bilan mening kurayotgan Odiljon o'xshamaydi. Men bir toshni ko'rdim mana. Taşның içinde Adilcan'ı gördüm. Kenanlama. Men Adilcan emas qismini elib etsamlar, Adilcan paydo oldu. Tushunamsan sen ya? Bu Adilcan, bu ma'lumotdan Adilcan emas ko'psan. Men kurayotgan Adilcan deganman, men kurayatimchi ama rintiginde kurayatimchi bormi? Ajoyib bir Adilcan. Ammo sen kurayotgan Adilcan bir tosh. Shu toshning ichidagi emas qismini elib etsak, nim qismimiz qoldi ekan? Biz mushuncha yaşaymiz. Mikrofon qayda? Men mikrofon zavoddan chiqqanda, yo'q, tulumi pokiz, tulumi yaxshi ekan. Yolasa butuni. Hozirchi? Hozir mendek odamni tuli so'zlab, tuli tugurib bunaqa. Stop. Buni hozir mikrofon emas qismi paydo bo'lib qoldi. Shu buvoqni biz suyimiz. Tushunammi? Har qanday bir buvoq odamni shundoq bir odamni suyib ishlavamiz keldi. Sen suyamdi birisi. Nimişqa? Baba mikrofon pakit emasmi? Odam cho'ngboq jarayonda sen umi gap qilib, bumi gap qilib, ota-onam gap qilib, mo'ylamda tugurib, sening ishsiz bir qisming nimaga aylanib qoldi desa, xuddi sunukingni bostirib qo'ygan deb turadi. Tushunammi? Hali qanday bir qog'oz bor-ku. Qog'ozni mushin elib etmasa bo'lmaydi. Dal sening emas qisming yoki Michelangelo degan Davud emas qismi nima desa, umidsizlik. Tushunalmi? Ikkilnish, tushkunlik bu insonda bo'lgan narsa emasmi? Bu dal insonning qo'g'landi bo'lgan qismi. Shuna qo'g'landi degan gapni arabcha shayton deydi. Tushunalmi?
Cevap geldim şey. Koğlandı. O başka bir yerde bula, bu bir yerden kelime tağına akıdı yok fıkamı. Nurgu adam oyunda öyle oldu ki. O bizde cismimiz buldu, insanın aynı altı var. Koğlandı bu işte. Bunu kanda koğlandı kılımız. Bir usul var mı? Genç kız deyimiz. Sen kılanmayman degen narsani birlik kıldın mı? Adem çumuydu. Bizning hozir biyologiyaning davatisi odam faqat 11 oyliklar dedi. Buning degan gapsa 11 oyda bizning bu tashqi qiyofatimizmi o'zgardi, ammo tashqi qiyofatimizdan boshqa hujayra hamma narsa o'zgarib ketadi. Siz bir odam 11 oy ko'rmagan bo'lsanglar, boshqa bir odam bilan paranglashgan odat paranglashinglar, tushunamizmi? Faqat odam qancha oylik bo'ldi ekan? 11 oylik. Har bir 11 oyda sen o'zing emas qismini tashlaysan. Buni qanday tashlaysan desa, dal men degandek o'zing qiyinchilik ataysan. Bu jarayonda sening hayotingda bunday ish qilish yo'liqsa, birsi Atan ama hata. Şarkı'nın kinosu görüyor musun? Kimin etkisken kinosunu? Aç kinoda ben birisini Şarkı'nın kinosu hamrak. Ben birisini Marco'nun kinosu yaxshi ko'raman. Marco var mı? Bak Marco ama apsızlışga ançabek uğuşlu bilan ança qiziqmayman. Marco'nun da bir seyirgar chiqdi, seyirgarchi. Şu seyirgarning bir qizi var, shuni yaxshi ko'rib qoldim. Fiona ama birisi var. Endi Shahrukh Khanning kinosini nima yaxshi ko'rman deganda, unda bir xil umidvorlik bor. Yüzüm umid var bala. Shu kinoga to'g'ri. Kinin yetkeşte nima qiladi desa, hele qizvalini bu oqchib ketsin bo'ladigan vaqt kelib qoladi, oqsi bilib qoladi buni-chi. Shuni oqsi deydi Shahrukh Khanga. Balam, bu qizning tatsi bermaydi sizga. Acha yaman etigidi sizni. Oqishib ketdi. Desa Shahrukh Khan ajoyib yaxshi gapni qildi. Ana. Yaman nima ana deb turdi. Endi apam men mundaq degan deydi. Dunyoda ba'zilar bor. O'ng'aydek ko'rindi. Biroq bu ishlaringni qiyinlashtiradi, bu xato. Yana ba'zilar bor, qiyindek ko'rindi, qiyin bo'lgan bilan bu to'g'ri. Buni qilsam keyin kunlaring o'ng'aylashtiradi degan. Shu men oqchib ketsam, qaramoq o'ng'aydek turgan bilan men bir umr qiyinchilik qilaman, qechib yuradigan chiqdim. Shunga men qiyin bo'lsa-mu, men bu dadisini cho'qim qoyil qilaman deydi, rost degandek. Eng oxirida poyezddan manganda nurg'un tayoqlarni yeb, bilasanmi? Dadisini oxir qo'ydi. Tushunammi ya? Faqat nima desa, sen ishkilish yuz berjima, to'g'ri, ammo bek qiyin bo'ladi bu yo'ljima, qiyin. Ammo bu sening eng oxir turmushingni osonlashtiradi. Yanlishlar o'ng'ay, ammo bu xato bo'lg'achqa, buni qilsa keyin turmushing kelishadi. Men o'tiramda Sunukun kilosini tunganmi deb berdim. Men eng ta'sir qiladigan personaj Tangsan. Bir Tangsan. Quvg'un deyilmaydigan bir Tangsan. Tushunammi? Tangsan ham bir chivinnim ham deb shu deydi emasman, normal men deydi emasman. Nishonni ko'ratamsizlar. O qiyinchilikni biladi, ammo uningda bir nishon bekitilganlik uchun nom olaman deganlik uchunla toshdan Sunukun tug'iladi, osmondan baji, shason, ot degan narsa yig'ib ketadi. Tushunamsizlar? Nishoning bo'ldimi? Osmon senga nima qiladi ekan? Yordam. Magipimni tutqanmoqchimi? Ruhning qonuni shu. Qilaman dedimi? Ruh degan hamma narsa ulushalaydi. U sizga kerak bo'lgan yordam, odam, fursat, hamma boyliqnimi siz nima qilib bergan? Ekib berdi. Sizlar men uni tunmaydim, buni tunmaydim, pulni o'ylamanglar. Faqat siz kuchli ruhli bo'ldi ekan. Osh ruh sizga loyiq narsa hammani qilib bergan, ekib berdi. Pul degan narsa nishon emas. U sizning osh nishoni uchun xizmat qiladigan bunday şahsın o. Şunu atamsızlar ya. Yaman mühimler. Hansın alaman dedi mi? Bo'ldi. Onunla her xil geldi. Nima qildi ekan ki? Bu qonuniyatga siz qat'iy sal qarsanlar. Hem sizning turmushing ikki kishi berdi. Sizlar uzun muddat nima deyashdinglar desa, rohat talbog'da yashdinglar. Rohat tolbog degan o'ziga bir xil tunish bo'lgan muhitlarga ergishib oldi inson. Bunundan chiqish jarayonida siz iroda chiqasizlar, irodan bo'ladi. Ammo iroda bilish kerak. Iroda oxir chekinadigan narsa. Tushunamsizlar? Irodaning qilgan narsa ekan, iroda orqali muvaffaqiyat qozonmaymiz. Sen tushuntiribsan? Tushunmay? Tushunmabsan sen-chi? Ha? Anglayman, anglayolmay turibsan. Tushunmabsan? Men tushunmayman.
Ben qo'llan bilan ta'kidlayman. Men uchun cho'tkilash bir iroda qilish men uchun. Aytgan qo'pab shunda qilib qizilib ketaman. Ammo sen iroda bog'lamsa degan shuni cho'tkilab, ya, odatdan qaylinib ketdi-ku. Tushunamsan ya? Odat. Ronaldo nim dedi? Ronaldo. Cristiano Ronaldo nim dedi desa, men Bartaga top urishni bir alayda ishtimayman, Bartaga top urishning odatim dedi. Qarama gapni, tushunammi? Odat. Bartaga top urishni deyotgan gap bor-ku, odat. Biz uchun cho'sa, unda bir Bartaga top urish nurg'un odam uchun nurg'ulab ketib, u bir Şuna sizning ko'pincha vaqtda turmushingizda nima yuz berdi? Ikkilish yuz berdi-ku. Qilaymi, qilmaymi? Qo'paymi? Etdiganda qo'pash yaxshi-ku, ammo qo'pmaslik texim yaxshi. Qo'pash yaxshi, ammo uxlash texim yaxshi. Mana bu yerda insonning nima bo'ladi desa, mayadagi limbik sistema, ya'ni issiq sistema, hayvoniy sistema bilan mayadagi sovuq sistema o'rtasida kurash bo'ladi. Baxtga qarshi issiq sistemamiz bizning kuchli odatda. Sovuq sistemamiz nima ekan? Ojiz. Şuna bu nima xuddi badan chenab turgandek 41 kun qilib bersa bir ishni, u darhol nimaga aylanib qolgan? Odat. Odatga aylandi, iroda ketmaydi. Shu qiladigan ki, shot qilgandek bir ish. Ya Ronaldoning to'p urishi shot qilgandek bir ish. Bir barakat qopdi. U birni bir atışıq bara, u birni kir qopdi. Atışıq. Başına yan chiqdim shunday qog'oz olay desam, bu endi qog'oz chiqmay 5 qo'y pul. U bunun tüşkü çıkıp kalktı. 5 koy. Ama malayımı, ammayım. Olay desem pulun aşağıya selip, başlandı. Tak köngülü bir aram bulab. O ammay desem, at şu roy düzkelemiyor. 5 koy değil mi bu? Qattiq 5 koy git bunu. Mana, endi mingavından bir atın depirimcima. İşkilendi olama, her qanday vaqtda mingavda qimmas taraftar bo'lujima. Nim taraftar bo'lgan? Qimmas. Qimma bu jimto. Amma mingavning nochiri va qilaman desa, uni nima qilib birgan? Amalchar. Shunsidan nima ish qiladi degan savolni jiq so'ramay, qanday qilish to'g'ri savol so'rab qo'yganlar. 24 soat ichida menga har qanday savolni qilib birgan javob ber. So'rmaysizlarmi? Nima so'rasang shuni bermi davasa, so'rmaysizlarmi? So'ranglar, tushuninglarmi? Qanday qilaman degan vaqtda so'ranglar, javob toping. Ma'bal uchun ma'bal o'xshash. Alayman men degan kili menga amma yosh bulan silib aşağı salsam biraz kulib qolsa, kuyamigan taqdim osh bulan bir tomoq yesang, bo'ldi qila qo'pab chiqsa, menga nonda menga degan nachanas. To'liq demasman men bu ömrümdə yüz berməyən nurg'un ishlardan andish qilganman dedi. Tushunammi? Nurg'un vaqtlarda siz andish qilayotgan jiqishlar yüz bermaydi. Ammo menga buni nima qilib bergan kuchayib turdi. Shunda chiqdi biz kirib qopdi. To'g'ri. Ammo sen Olmasam ne alır dedi. Cennet çıktı. Dedi senin bu altın ne alime? Karama. Aleme. Diye amallar. Minimiş kıpırdırsa yana amal. Bunu amal diyeyim baktı olsa derhal yan çıktılar. 100 koydu bir aptı. Ununu selitip düşükken. 105 koy olan kişinin bombaydı deyip. Mayık aydın nim çıkıvatı dursa ana selinme. Meblağını kurayatam size. Meblağcı. 5 koy az meblağ mı? Şu an nurgun vaqtda silinin kılıvat karşınla doğayat mamatınla münasebet bulup ketken vaqtda şunu otam sizler. Aydın potansiyel çıkır. Sen 100 metre qancha vaqt çıksa, qancha çıksa? 13. İşte bir koyup versem çok. O çağda mesele okşamaydı. Ha 10 sekunddan jugurup baksa. İşte koyup bergen dergizme saat qarab. Hayat mamat bilen. Hayat mamatla. O çağda insandaki nima kuvvet. Şu an sil qilovat qashqa ya ölüme ya qilib ma'adat kelgan vaqtda inson har qanday ishni qiladi ekan. Yiligo 10 kilo chiqdi ekan, ish qo'g'layotganda tam bo'lib qolsin, tam demasa chiqaverdi. Chiqaverdi. Hayat mamat masalasi emas.
Tartışıverdi. Hayat mamat meselesi emas. Muhabbetdimi, nikohdimi shu. Shakespeare professorning qizi va Atirgul degan Qaga va Atirgul degan asrdan aniq so'zlaydi bo'ldi professorning o'quvchisi professorning qizini yaxshi ko'ra qoldi shu bundan. Bu professorning o'quvchisi bu qizni bek yaxshi ko'rdi. Şu an Shakespeare'ning şu diyaloglarının içinde monolog gerası. Mundaq bir cümle gap bor. Agar sen dedi, birovni haqiqiy yaxshi ko'rgan vaqtingda, chin dilingdan, qalbingdan yaxshi ko'rgan vaqtingda, qarshi taraf sana shunchalik go'zal, shunchalik mukammal ko'rindiki, uning ko'zining atrofiga qirib, qo'riq tushib boshlaganda, sening ko'zing ash qo'riqlarni ko'rmaslik uchun xiralishga boshlaydi dedi. Nima degan go'zal? Demiş kalsa muhabbetinin köpünse muşunda kalıp oldu. Şu an ma'lum narsa resmi kirish qilgan vaqtda siz hech nimani qo'riqni ko'rmaysiz. Tushunalama. Yaxshi ko'rmaganda o'zing ko'rmaydigan qo'riqni ko'radigan. Şu adım-atımızla avanımız ajrashmagan. Nima ajrashmaydi? Ajrashsin boshqa odam yo'q da adım-atımız. Şu an Şuna adım-atımızga ancak güzel ko'ringan avanimiz. Şuna tapsa ya. Meyli turmuşunda, meyli ügünüşün muşunda bak çekiniş yok. Şuna tapsa ya. İskender Zulqayn qo'shinni boshlabdi Qizil dengizda o'tib, Rimga mangadigan vaqt. Har qatim nima ish qildi? Dengizda o'tdi, qiyiqni ko'ydirib o'tdi. Askar so'raydi. Olilari bu qiyiqni ajab ko'ydirib o'tdi, biz qanday ketamiz desa. Ketmaymiz. Sanchim ketamiz dedi. Musha turmaymiz. Şuna tapsa ya. O ketmeyimiz degenlik için o potansiyel çıktı. Şunu tamamsa ya. Nietzsche. When you have what for, every how is possible. Sende nima qilish paydo bo'lsa, qanday qilish o'zgidan paydo bo'ldi. Nima qilish paydo bo'lsa, qanday qilish o'zgidan nima paydo bo'ldi. Şunu tamamsa ya. Chiqqini shu. Nietzsche. If you give a healthy man a crutch, he will break his feet. Sen bir sağlam adamga as versen, o putunama sundurib oldi. Aşıtaman deyilmez müşkün. Mana shilnimi ota-onangni balkim tugishtirib yutib olgan bo'lishi mumkin bir qismi uni. Tushuntamsan ya? Oqiga chekinish yo'lnimi? Yo'q. Men oilam, mening shipingni ko'rgan bo'lsam sizlar. Men dadam, opam yo'qdek yashaganman. Men undaq bir oila cho'ng'agan. Tayoqni yetim, dadamning opamni urvatganini ko'rib, unda bir yashaydim. Men xil bir mezgilgacha dadada o'rliq gap chiqib qolsa, qattiq chiqib ketdim. 18 yaşımgacha dadamdan o'ch olaman deb cho'ng bo'lganman. Kuchim yetsash, ming sigirni soladi. Keyin psixologiyaga kelgandan keyin dadam kechirib etdim. Nima ish qilsa bu dadamdagi axloq masalasi olmasdan psixika benormallik ekan bu. Shunday chunki dadam opasini qo'zg'izgan vaqtida cho'ng opam dadamga nima kelib ketdi. Cho'ng opamning qo'zg'izgan vaqti yo'q bo'lmadi. Cho'ng opam dadamni egriga qo'yganda dadamga tehe tug'maganda, vaqtda tehe cho'ng opamning yo'ldoshi, ya'ni mening cho'ng dadamning dadasi bir safarda o'lib ketdi. Şuna dadam gözünü içipla dadı görüp bakmaptı ki. Bu dadı kompleks bulup dadını kömü geldiğinde aşında sen dünyada bir kıl soğuk qaraydıgan kişilerden aşkın müşkül muhabbet yok dep oylaydıgan hareketin dadısını sayılganda bir nesi kumavlap kaldıgan lap kaldı ki. Şuna dadam hareketin dadısını sayılganda arak içidigan lap kaptı ki. Şu adam say ya. Man anası kan ki dadamını geçirip ettim, dadamını geçirip için üzemini geçirip ettim bilen beraber oldu. Çünkü çünkü Çekoslovakya'nın bir makal temsil var. It's not the fight of snake but the chasing them. Senin öttürdüğünü yılanın zehremez, senin yılanını kovuluşun deydi. Bu ne degen gapsa, yılan seni çaksa, ançı beklemeyse, ama sen yılanı kovulsan açılan kelek, zehir derhal jürkünü bardu deydi. Çünkü bu degenlik, sen bırak o ölçmenle kıygan vaktinde, sen üzengim ölçmenle kıygan bulursa, bu ölçmenlikten bednin zihni var deminde yetekleydi. Çünkü dadamını geçirip ettim, şu an üzemini geçirip ettim. Aşkımız ağzı qattiq ağırlab ketdi. Mening dadam bilan opam ömrüde 5 qatim ajrashib, 5 qatim to'y qilib, bir-birisilar.
Arlıqda dadam bir çıqqan epaqda qamlashma qaldi o'g'lim. Keyin yana opam bilan 5 qitim, oshqisi 7 qitim. Hozir qandayki bir telefon taqam keçdi. Valla qiziq, acayip qiziq. Men daga 2 oydan to'yni qilib qo'ydim ishqisman. Restoranda deb. Bir kelime ojuş ketib qolyapti. Alloh dedim, bir o'tar qilib qo'yam. Oshni atishni qo'yam. Men uchun Vaskepsxonaga 100 berib ekan, men ancha bekdi. Bir bola nisbatan otani ojishib ketishgan cho'ng bir zulm-ku. Men alsam bo'ladi deyman. Nima o'zim 100 berib eganda kuni kensizlar. Kensizlar. Şuna bazı qiyinchiliklarni kiriversanlar, yiqilaversanlar, yiqilishni qo'rqmay qolasiz. JP Morgan nima deyilsa, muvaffaqiyatni birasi aşumoqchi bo'lsang, mag'lubiyatni ishga sashu. Tushunasizmi? Muvaffaqiyatni birasi aşumoq. Men sizni jiqroq mag'lub bo'lsken deyman. Tushunasizmi? Mag'lub bo'lishdan bek foydasi bor. Mag'lub bo'lgan vaqtingda sizlar, mag'lubiyatni bunda cho'ng ish emasken u deysizlar. Yanı birisi bunun künüşler, amına kodda tanım acışı versin, karım bulmağındayım. Məğlub bolsun, adem diye hiç qanday bir sizin bulmayı anlap qaldı. Şu atamsa ya. Şu an muvaffaqiyatını biraz aşırmak olsan, neyman ne? Muvaffaqiyat degan ben taş saldık, bana aşıp saldıqan tuzga o'xshaydi. Şu atamsa ya. Çoğun məğlub bulaş gerek. Çoğun nima qilish kerak, yiqilish kerak. Qanda adam yiqilmaydi. Ama o'ttirib adam yiqilmaydi. Yetib adam tiqim yiqilmaydi. Orada tutdu mu? Yıkılış mümkün. Jügerdimi? Yıkılış mümkün. Tak çıktı mı? Yıkıl. Sizler mağlubiyetten korkap gitmekler. Şunu atamsızlar ya. Herkes korkap gitmekler. Şu an menden sizler yetekliydim nime degan vaqtda dalmış narsa. Yana birisi ham sizlar konkretni ushlagan narsa ishlarni oqi so'zash. Nurg'on bolalar qattiq uyg'unish qildim, bir uyg'unish qildim deb ketadi. Uni menga uyg'unish qilish kelmaydi. Bizde 5 minutlik take off deyilgan bir qoida var. 5 minutlik nima? Take off. Buni men gapsa aeroplan chiqqanlar biladi. Aeroplan kütülleşten burun 5 minut sırildi emasmi? Har qanday odamning bir ishni qilgisi kelmaydi, ammo shuni qilgisi kelmasimi qilib 5 minutdan keyin o ishni anamdan qilgisi kelib qoladi. Mundaq deganlik, sizning uyg'unish qilganlar kelmasin, uyg'unish qilsanglar 5 minutdan keyin nima qilgan kelib qoldi ekan? Biz buni 5 minutlik siyilish vaqti deymiz. Shunday ya. Çok uyg'unish qilgan kelgandan keyin qiltinmas. Qiysanlar uyg'unish qilgan kelib qoladi. Tutamsizlar ya. Qiltapsan bir menda adam bo'lib ketdim emas. Menda adam bo'lib ketsanlar nima bo'lgansa, topsizlar. Mushundaq bir odamni topsam baxt bo'ltinmas. Baxt ekanligini his qilgan vaqt undaq odam o'zigidan nima bo'ldi ekan? Mana eksi paradoksiya bu. Şu an zamirib ketdim. Eng oxirida sizlarga deydigan bir chivin yeyish texnikamni o'tib qo'ymagan. Ularni keşfet chivin yeyish nazariyasini. Sen qo'pa. Chivin yeyish. Mesela men sana bir chivinni bersam. Çoxum yeyishing kerak jamjima. Imkon olmaydi. Qanday yeysan? So'yaq çoxum yeysan, imkon olmaydi. Mesela yemesen ölürsen de sen. Sebebi şu. Ha yaxşı. Evet deyman. Chivin yeyishning usuli var. Birinci bu chivinga qaramaslik kerak, tushunalmi? Yeysan bo'ladimi, yemasan bo'ladimi deganlar, buni etni qo'papla ilib yeyitimiz. Bu chivin degan nima? Chivin dal bir odamning bir kundagi eng qiyin, biroq eng muhim ishini biz chivin qismi qilamiz, tushunalmi? Eng muhim, eng qiyin ish. Tushunamsiz ya? Bir odam etdigani chivin yeyotgan bo'lsa, bir kunda uningga har qancha bir ish yuz bersin, chivin yegandek azobni qo'ymaydi. Tamam ya? Men chivin yeyotgan bu qanchalik ishdir. Ben o'quvchilarga buni beklat qilayman. Chivin degan nimasi sizning dal bilinmayotgan eng qiyin, biroq siz uchun eng naq baxtashadimi? Eng qiyin, eng muhim ishni qilmay turib, har qancha ish qilsanglarmi, uning hammasi ijodchanlikka ega vaqt sarf qilish.
Qanday vaqtsirab qilish ekan bu? Ijodkorlikka vaqtsirab qilish deymiz. Qanday bir vaqtsirab qilish va qarasa qattiq aldirash. Jiddi, shundan aldirash. Ammo natija yo'q. Biz buni qattiqlagan ijodkorlikka nima qilish ekan bu? Chivin degan dal sening eng qiyin, biroq sen uchun eng muhim ishni biz chivin. Ertaga mushni qilmay turib, har qanday ish qilsang, oqmaydimi? Mushni qilib yetib, hamma ishni qilsang, ishlaring yurishadi. Mana bu ilgirlashlik birdan bir ish. Nurg'un odam shu eng qiyin, eng muhim ishni qilmas uchunlar, boshqa ishlarni qilib, o'zini aldab, "Men shuni qilib soldim, bo'lmas vaqtim yetdi" unda. Ijod. Odam o'zini aldaydi. Unda tur. Chivin bo'lib qolsa qaysini yeysan? Qaysi amal yeysan? Satrakni yeysan. Eng ko'ngilni ilishtirgan yeysan, o sen ajoyib yaxshi deydi o'shanda. Shuna bir kunda 200 berib qolsa, buning uchun sizlar eng qiyin ishlarni qilasiz, tushunamizmi? Ana o bek o'ngay turdi. Bu nisbat bo'ldi odamda. Masalan, Bejonga turdik. Aytlan bir issiqga olsa isib ketamiz. Ammo agar kunimiz nisbat bo'ldi. Shunga sen qiyin ishlarni qilib bersan, nurg'un odam qiyin degan ishlar qanday qo'ldirsa, o'ngay turdi. Ammo bir chatoq ish bor. Dastlabda boshlamoq yomon tas. Boshlamoq. Chunki rohat balbaq deymiz. Rohat balbaq deganda odam kunib qolgan bir muhitdan chiqmoq yomon tas. Kichik vaqtimda men bir yo'tqinim bor. Kona. Astaldi işte. Bu kechida putum chirib qolib tashladi. Undaq bitsam, etdigan aman chiqib ketdi. Estiravamas mana shu chiqdi. Mehmonlar bizni chaqirdi. Chaqirsa biz mehmon deb yaxshi yotqanlarni sapirdi. Ammo yana men yotqanni tan qilmaysan. Silim shuga o'zingni qanchanim shu yotqandagi ko'ngil ko'rpamligi ashadi uqon ketdi. Men bu qancha yeng yotqanni naytan qilmaytimsa ko'ni. Nurg'un odam bir muhit kunab qolg'achqa tushuna olaman. To'g'ri, yaxshi muhit bo'lsa-mu, o muhitdan darhol o'zining asl muhitiga qaytolmoqchi keldi. Tushunamsizmi? Bu comfort zone deymiz. Buni chuqur tadqiq qilishimiz kerak. Comfort zone deymiz. Rahat topib. Shunga nurg'un vaqtda tunji qatdan boshlangan yatadi. Sen bunday qil. Sen burada poyezd qaytsan-ku, poyezd qaytamsa aytlandimi? Mashinada mamsiz ya. Qaytarsan, qaytmaysan. Poyezd aytlandimi? Poyezd anam uchun poyezd minib qolgan vaqtida sinab baq. Mishinchilik tashdan birini elib, poyezdning rilisiga bunda sep qo'ysang, sep qo'yim bu. Hozir ham siz qo'yib ketmisiz sen. Mush poyezdning rilisiga tashdan birini qo'yib qo'ysak bormi? Poyezd qo'zg'alanmaydimi? Mushinchilik tash poyezdni qilmaydi ekan, qo'zg'atmaydi. Inersiya yo'q emasmi? Har qanday ishni boshima qanday atarsiz. Ammo poyezd soatiga 50 kilometr menayotganda uning oldiga sen bir mashina qo'yib qo'ysang, bo'shab chiqadi. Tushunamsizmi? Shunga sizning eng qiyinchiligini nimasi? Chibu. Boshlanish bektasi. Mujnondan bir yugurib oldingmi? Bo'ldi biz to'lsam anglamaysa, biz voy jinim desam anglamaysa, tushunammi? O yugurayotgan odamga amal yo'q. To'xtab tur desam anglamaysa, ammo jugamaganda izdaysan, kim deb qala, kim chaqirib qala. Men birisi telefonim ishkim. Nima ish qilyapsan? Hech ish qilmadim dedi. Bir odam hech ish qilmas uchun bir ish qiladi-ku. Hech qilmas uchun bir odam ya o'tirdi mana. Ya hech ish qilmadimi degan bir aql sig'maydi. Hech qilmas uchun bir ya da qildi ya. Deb. Qayla afkar. Diqqat qil. İnsan çoxum yaxshi odat yetildirish kerak. Yaxshi odat yetildimidim, yomon odat o'zigidan paydo bo'ldi. Hech kim yomon odat yetildirmaydi. Yomon odat degan nima esa, yaxshi odatning nima olati ekan bu? Yo'q odat. Biz etizga bug'doy termisaqlar, yantoq o'sidi. Hech qanday bir dehqon yantoq terib qo'yay demaydi-ku. Demdi ya. Bug'doy termidimi? Yantoq o'sidi. Yantoq bug'doyning yo'q qismi. Qorong'ulik yo'ruqlikning yo'q qismi. Yo'ruqlik shunda ketdimi? Qorong'ulik qoladi. Qorong'ulik deganimiz ikkiga bo'lmaydi, qorong'ulikda urush qilolmaydi, tushunamsizmi? Qorong'ulikda yo'q. Ammo shu nimani yo'qoldi ekan bu?
inson qalbidan yo'riqlik tushmadimi? Bo'ldi. O qarang'i aylandi. Yo'riqlik keldimi? Qarang'i topolmaysan. Mana bu paradoksiya. Mana birlik mana. Shunda muqaddas birlik degan mana mush narsamiz. Shuna sen chuqum yaxshi odat yedirsan. Chuqum nurek qilsan. Nurek qilmadingmi? Endi hozir yashayotgan muhitimizda andaq bo'lib ketishlar. Endi ulisab ishkina hammamiz mishada bir kuni sazonga yem bo'lamiz. Sazon yeydi bizni. Meni tunimaydi o sazon aylanmarimga. Demayam, shu sazon uchun hammamiz bir jasadlar. Sazonlab ketamiz 50-60 yildan keyin. Hammamiz tuproqcha ketamiz. Shuna latin tilida bir xat bor. Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem degan bugunni chimtiq degan. Ne degan gap kelma u? Seize the day. Bugunni chimtiq. Yamam oldini tuniga yo'qchimafkan. Ertimi yo'q, oldim vaqt qoldirmanglar. Men vaqt chekib bilan makan zaman to'g'ri so'zlamadim. Vaqt degan narsa yo'q. Hozirla bor. Ammo shu hozirni topolmaysan shu. Hozir desan ketib qolchimi hozir? Hozir. Tuniga yo'q. Hammasi seni xiyoliy tuyg'ung tushundingmi? Ertim yo'q. Hozirla bo'ldi. Hammish hozir yuz berdi. Shuna hammalik deydig'im carpe diem. Nima ekan? Carpe diem. Mushtimga olib keldinglar, cho'qim bir odam, cho'qim bir maqsadni olib emasmi? Cho'qim. Sen cho'qim kelishing, ko'rishing kerak. Mana shuni biz eng cho'ng ibodat deymiz. Qag'ini oson ibodat. Tushundingmi? Osonchimi u? Oson kirmanma. Qiyin, to'g'risi qir. Haqiqiy emas, hayotni tuyish. Hayotni resmiy ijro qilish. Hayotni tepish. Mana shu sizlarga eng oxir deydig'im, eng oxirdan yana oylig'im kelmayapti sizlarga bir hikoyada oyoqlashtiraman. Bu hikoya o'tarkaman. Narsiosning hikoyasi. Burun zamonda Narsios deb bir bola bor ekan. Bu shundoq mukammal, yomon, go'zal bir bola ekan. Bu har kun o'rmonlikdan menib, o'rmonning o'tir bir ko'l bor ekan, shu ko'lga qarab turdi ekan. Bu o'rmonlikda o'tgan vaqtda buning go'zalligi tufayli qushlar degan sayrab ketdi ekan, daraxtlar yelpinib ketgan, tog'lar degan shundoqlab ketgan, o'rmon podshoning kayfiyati yaxshi o'tgan shu mangsilar. Unda ta'sir qildi ekan. Bir kuni Narsios mangmabdi. Bütün ormandakilar hayron qoldi. Nim bo'lgandi? Orman podshohi bu o'lmaganda deb izlab, taraf-tarafdan izlab, Narsios topolmabdi. Shundan bu izlab ko'lni o'ynakka qoldi. Ko'lga qarasa ko'lni yig'layotgandek, yosh to'kayotgandek. Orman podshohi ko'lga tasalli berman deb, ko'ngil yerim qilma, uning o'limi hammamiz uchun shunda qayg'uli bo'ldi. U rost go'zaldi, mukammaldi. Ammo qanday qilamiz? debdi. Ko'l o güzelmidi? dedi. Orman podshohi, sen onun güzelligini bilmabding? Ya. Unda sen nima yosh to'ksan? Mening yosh to'kishim sabab u har kuni mening yanimga kelib, men qaragan vaqtda uning ko'zidan men o'zimning go'zalligini ko'rdim. U yo'q, men yo'q dedi. Tushunalmi? Shuna menimi deydig'ini mening güzel. Mende faxrlanmanglar, tushunolmi? Men chaqatmi chammanglar. Chaqat chunki men chaqat qilib, hammamiz bugün tillaydi. Tushunamsizlar? Chaqatmi chammanglar, uyingizda faxrlanishinglar kerak. Tushunamsizlar? Men mayaga sizga mendin faxrlanish uchun emas, men faxrlik tuyg'usini yuqumlantirish uchun kelyapman emas sizlarga. Tushunamsizlar? Menga yetib chaqat chammisimi? Men tillisimi yashayveraman. Ama men faxrlanish tuyg'usini, o'zi ishonish tuyg'usini siz yuqumlantirish uchun kelyapman. Tushunamsizlar? Yuqumlanish. Chunki sizlar mening ko'zimdan o'zingni ko'ranglar, men sizning ko'zingdan o'zingni ko'rmas, sizning resmiy aktiv bir xil ro'yxat o'tishinglar men uchun intayin muhim. Chunki o'xshashlar men sizning ko'zingdan o'zingni ko'raman. Chunki bir millatning psixologlar üstün bilan men o'zimning millatida aktiv rol joriy qildirolmagan bo'lsam, men tuman minglagan kitob yodlab etgan bo'lsammi, o'xshashni men bir keraksiz aqlga aylanib ketaman. Tushunamsizlar? Shuna biz unda bog'lanib qolgan. Shuna men sizning aktiv ro'yxat to'lsangiz men jimayna. Ammo cho'qim nima bo'lishi kerak o'zi. Ammo siz aktiv ro'yxat o'zgarmay, men uchun she'rni, do'ppilni taqdim qilib tursanglar, men uni aqliy sandiqqa solib Tushunamsizlar?
Bana o narsani qilchimi kerak yo'q. Bana mening mushu gaplarimning minganligida qanchalik nima o'zgarish hosil qilish munosabati bor. Chunki sen shu men shu sen. Ana oxirdan ma'liga rahmat deb oxirlashimiz Starbucks beraversamlar. Mening bejonli kunim oyoqlashidi. Qog'ozni yana bir deyshamiz. Arlıqda men bir kitap yozyapman. Shu kitap chiqqan o'qib qo'yinglar. Tushuna olaman. Cho'qim o'qiysiz.